ajrashib boyib ketadi, ajrashib ish yurishib ketadi, ajrashib yaxshi hayotga o'tib ketadi. Kechqurun yozib qo'ysang $500, sen ertalab $500 paydo bo'lib qoladida. Voy, tana eng sotqin joyda. Lekin tana har doim to'g'risini gapiradi. Bolangizni urmang. Ularga tushuntiring. Bizni bolalarimiz bizni aytganimizni qilmaydi, qilganimizni qiladi-da. Bir xil oilalar borki, namuncha g'uldiradingiz, to'g'ri gapiringiz, gapirmaysizmi? Namuncha yig'lavurdingiz deyoradi-da. Qo'rquv bizga do'st. Yashirib, stress qilib yoki o'zini osib qo'yapti yoki borib daryoga tashlayapti. Bir xil kiyinganmiz, magazinga bir xil narsa kiygan, выполняется, не обсуждается degan qonun bo'lgan. Evlonmasa-chi? Shuni qilmagan dedim-ku. Mana bu telefonning ichiga kirib ketib qoldi. O'tdagi voqealar bilan yuribdi. Hamma o'tirgan telefonda. Kimda Wi-Fi yaxshi ishlasa, uyida o'shani eshigini tegadi. Agar insonni to'xta krani ishlamasa ekan, ketaveradi oxiri. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi ko'rsatuvimizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va bugungi mehmonimiz uzoq yillik tanishimiz, yaxshi yomon kunlarni birga ko'rganmiz. Shu zo'r qildinglar, yaxshi yomon kunlarda. Ish jarayonida. Birga bo'lamiz deb qasamyod aytdik. To'g'ri, ish jarayonida. Har xil kunlar ko'rganmiz, har xil vaziyatga tushganmiz. Tanishimiz va hozir samimiy gaplashayotganimizni ham bilsanglar bo'ladi, begona emaslar. Va psixologiya sohasida o'sha oliy toifali va 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan Gulxan Ziyadovna bo'ladi bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qanaqasizlar? Endi tanishganimizga 2 yil bo'lgansa, 22 yil. 22 yil chamasi bo'lib qoldi. Mana shu psixologiya sohasiga kirganimizga va sizlar bilan ishlab ancha-muncha endi tajriba orttirdim. Biz endi masalan psixologlar bor, ilmi yo'q, lekin tili bor. Bilasizmi, bitta zo'r ertak bo'lardi. Hozir ertak u yana ham rivojlanib ketdi-da. Oltin baliq haqidagi. Ko'pchilik oltin baliq deb o'ylaydi-da psixologda. Xuddiki aytsam, hamma narsani muhayyo qilib beradi yoki hamma narsani muhayyo qilib beraman, boy qilaman, baxtli qilaman. Shunaqangi baxtli inson bo'lasan, stressing bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi deb aytishadi-da. Aldabgina shu olishadi-da, chaqirib olishadi. Boy bo'lasan deyishadi-yu, lekin 1 milliondan aslida kim bor? Konsultatsiyasi aslida bu narsani mashaqqat ekanligi, har bir narsani odatlar orqali erishish mumkinligini biz tushuntirsak, insonlar tushunishni xohlamaydi. Chunki inson osonlik bilan erishgisi keladi-da hamma narsaga. Va mana shuni orqasida qopqonga tushadi. Keyin stress oladi, depressiya oladi. Albatta undan keyin mana hozirgi kunda men o'zim Shoh sanatoriy va reabilitatsiya markazida psixolog bo'lib ishlamoqdaman. Juda ham mana shu stresslar, depressiyalardan keyingi ahvol insultga olib kelyapti-da. Bu juda ham katta qarzdorlikni ko'pi. Mana sizlar bilasizlar, reklama bilan o'zingizlar ham shug'ullanasizlar-ku. Yaxshi reklama bor, yomon reklama bor. Aql uni o'tkazmaydi. Filtrdan o'tkazmaydi. Eng osonini qabul qiladi. Eng osonini qabul qiladi-da. Shunaqa jon qiynalmaydigan, tana qiynalmaydigan, yotsa, pul kelib tursa. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana shu narsani qabul qiladi. Ayniqsa yoshlar. Yoshlar. Juda ko'p. Lekin har kuni turib bir odatni qilish yoki bir odatga o'rganish, bir ishni davom etib qilishga chidamaydi. Uning uchun bir matonat, bir sevgan kasbi bo'lish kerak-da. Endi bugun biz mana kelishib oldik, biz insonlarga qanaqandir yordam berishimiz kerak-a? Ularni filtrini ishlatish uchun turib, yurib, o'sha o'zini hayoti davomidagi eng zo'r ish topish. Ya'niki Qalb kasbimi? Yashang. Qalb kasbi. Odam o'sha narsani qilaveradi. Oxirigacha ham yetkazadi-da.
bir xil bolalar mana bankda ishlaydi, ota-onasi banker bo'lasan yoki ana prokuror bo'lasan yoki doktor bo'lasan deydi-da, u qiz yoki yigit qiz parikmaxerskiyga qiziqishi yoki qanaqangidir o'yin, qanaqangidir anaqalar ichida bir nima g'oyador, bir zo'r nimalari bor bolalar bankda o'tiradi-da, har doim shu o'ylaydi, qanaqa qilib mana shu yerdan ketsam yoki mana shu yoqmaydi-da. O'sha joyda o'ladi. O'ladi deganim kasbini topa olmaydi. Butun umri shunaqa o'tib ketadiganlar ham ko'p. Butun umri shunaqa. Hayotda ham xuddi shunaqa. Birovlarning gapiga quloq solib uylanadi, bir-biriga to'g'ri kelmaydi, otam, onam deb yashayveradi. No, endi bilasizlarmi, hayot bir marta beriladi-da. Hayot bir marta beriladi. Imkoniyat, to'g'ri yo'lni tanlash, to'g'ri kasbni tanlash, to'g'ri umr yo'lini tanlash bu yoshlikdan, bolalikdan o'sha mana ham ayollar ham erkaklar, yigitlar, qizlar baribir chaqaloq bo'lib nima bo'ladi-yu. Endi fikrlarimiz hammasi chayqalib ketadi-yu, lekin bitta nimaga boramiz. Bitta qolipga solinadi. Bu endi человеческий faktorda o'zida nimadan rivojlanib kelyapmiz. Biz nimaga kelib yo'ldan og'ib ketamiz? Maqsadimiz o'zi nima edi? Hayotdan ma'no o'zi nima edi? Yo'q-da. Maqsading nima desa-chi, odamlar stupor bo'lib qolyapti. Всё. Sen o'z maqsading nima? Sen ko'p pul topish. Xo'p, qancha pul topish? Miqdori bormi? Ko'p pul topishda mashina olaman. U yog'i ketdi. Yo'q, maqsad, reja, ertangi kun. Men bugun mana shu joyda gaplashib bolalarni yoki yigit qizlarni aybdorlik anaqasiga nima qilib qo'ymoqchi emasman-da. Mana o'sha necha yildan buyon mana shu insonni hayoti bilan shug'ullanyapman. Juda ko'p. Qancha milliard inson bo'lsa, mana shu milliard insonlarni bitta bir jihati o'xshashi mumkin, lekin butunlay farq qiladi-da. Buni gaplashib o'tirsangiz, hayot haqida, turmush haqida, siyqasi chiqqan, ular bilan gaplasha olmaydigan darajada bo'lib qolasiz, gap topa olmay o'tiraverasiz. Ularning dardini eshitganingiz endi, shunaqa. Ha, dardi bitta. Ishlamaslik, pul topish. Qanaqangidir juda ham bir mana ezoterika bor-da. Ezoterika kechqurun yozib qo'ysang $500, $500 yozsang, ertalab $500 paydo bo'lib qoladi-da. Shunaqa deydigan bir ta'limot bor. Endi hozir O'shanga san'atni ochiqlab ketaylik. Hozir bizani ko'rayotganlar hech qilib tashlashi mumkin. Ya'ni tushuntiruvchi kani bir tarqab ketgan-ku, xafa bo'lma qalbim deb. Sen bundan ko'proq loyiqsan deydi-ku. Ya'ni gaplarini tugatmagunlaricha hech qanaqa xulosa chiqarmanglar. Nima demoqchi bo'layotganliklarini oxirigacha ko'rib, undan keyin albatta xulosa qilishimiz. Albatta, oxirigacha ham ko'ringlar. Bu juda ham maslahatlarimiz zo'r. Tillaga ham topib bo'lmaydi deydi-yu. Bu hayot davomida hammasini ko'rdik. Juda ham ko'rdik. Fanlar juda ko'p. Fanlar, oqimlar, pul oqimi, bir narsalar deb qopqoniga tortib oladiganlar juda ko'p-da. Juda ham ko'p. Kredit masalalarida, hamma narsada. Psixologiya fani o'zi nafs. Nafs. Insonni nafsini ochadigan. Ozgina narsa bilan nafsni aldash mumkin-da. Keyin butun umr pushaymon bo'lishi mumkin. Lekin nafsni jilolash uchun avvalambor iroda bo'lishi kerak. Agar iroda bo'lmas ekan, biz har doim, har qachon, har kimga aldanib qolamiz. Psixolog nima? Psixiatr. Psixolog kim? Psixiatr kim? Oddiy mana avtomobil haydaymiz, hammamiz ham. Bu narsani juda ham ko'p sizlarga menimcha aytganman. Gaplashganmiz. Indikatorda psixolog. Benzin tugayaptimi? Benzining mana shuncha kilometrga yetadi. Yoki shinangni o'ng tomoni yoki chap tomonini havosini sozlash kerak, bosimini almashtirish kerak. Yoki moying falon kilometrdan keyin
almashtirishing kerak deydigan mashinamizda indikatorimiz bor va har yili gai to'xtatib texosmotringiz yo'q, страховканgiz yo'q deydi. Inson zoti o'zini indikator borligini bilmaydi. Stress deymiz. Stress qayerdan kelib chiqyapti? Biron bir ishni bajara olmaslik. Kimgadir ishonib qolish, o'tda ishonib qolish. To'g'ri. O'ta ishonib, mana ishonchimni suiiste'mol qildi. Bizda ham bo'ldi yaqinda. Kimgadir nimadir ishonganmiz, o'tiribmiz, ha bo'ldi, o'yingiz. Ertasi kuni tarsa teskari bo'lib turibdi. Ana ko'rdinglarmi? Demak, o'sha ishonchni biz asoslashimiz kerak-da. Bu inson haqiqatan ham ishonchga loyiqmi? Mana psixologiyada biz endi imo-ishoralar, insonni o'tirgan paytda holatiga qarab, endi biz necha yillik mana shu holat haqida, ko'z qarash haqida bir fan bor, u ham neurolingvistika degan. Bu даже odam yolg'on gapirayotganda o'zidan hid chiqara boshlaydi. Ha. U o'zini har tomonga soladi, ko'z qarashlari, bir tomonga og'ishi, qanaqangidir qilib ko'proq mana bu harakati, mana bu qilib harakat qilishi, mana bu tomonga kelaverishi, demak unda yolg'onlik ko'p. Mana shunaqangi endi bu ham bir hayajondan ham bo'ladimi menimcha bu holatda? Yo'q, hayajon boshqa. Hayajonda odam palapartish harakat qilish mumkin-da, lekin butunlay har doim aldab mошенничество deydi-yu, odamlarni aldab yurgan odamlarda harakati o'zi judayam anaqada, bir tekisda. Mana bolalar masalan yoshligingizda siz ham voy deb yolg'onni nima qilding desa og'zini bekitadi-yu, yolg'on aytib qo'ysa yoki nimadir aytishni xohlamasa, ana o'shanday butun umr qariganingizda ham manaqa qilib oldimi odam? Burni tomonni yoki mana shu tomonga ketyaptimi, demak biling. Yolg'on bor. Yolg'on bor. Harakatni o'zida. Harakatni o'zida. Agar o'ng tomonga qarab bir narsalarni aniq qilaversa, endi uni hozir hammasini sirini ochib qo'ymay, chunki bu meni nonimni oshim bir pulga sotaman deydi. Odatda bizda ham bo'ladi, misolchani yangi ishga kirayotgan bolalar yoki masalan ko'p muloqotda bo'lmagan insonlar bilan gaplashsangiz, o'tiradida, o'sha nimadir fikrini yetkazib berish jarayonida mana shunaqa holatlar bo'ladi ko'p mamlaqa. Yuzini oltini ushlab oladi, unaqa qiladi, sochini g'asiydi, qanaqadir. Shunaqa holat. O'shandan men ham bilamanki, demak hali nima ko'pchilik bilan hali muloqotda bo'lmagan, hali o'zini fikrini to'liq yetkazib bera olmaydi deb o'shanga yarasha keyin biz ham muomala qilamiz. Значит, bu yerda qanaqadir yolg'on ham har bir narsani holatni, harakatni o'zini nima deydi? Sir asrori bor-da. Tanani harakati bor. Masalan, siz so'zingizda, tilingizda gapirishingiz mumkin. O'zingiz haqingizda afsonalar to'qishingiz mumkin. Bunoqda, lekin tana har doim to'g'risini gapiradi. Buni o'tirishi, o'zini tutishi, voy, tana eng sotqin joyda. Chunki bu yoshligidan, o'sha chaqaloqligidan katta bo'lib nima qilguncha ham o'sha jarayonni nima qilganda, masalan, sizlar kimdir sizlarni urgan bo'lsa, esingizda qolmaydi, lekin tanani esida qoladi. Kalta yegani, tushunsizlarmi? Mana ong osti deyiladi. Mana shu narsalar hammasi tanada qolib ketadi. Ko'pchilik hozir yaxshi anaqa qilgan, men otam urgan, onam urgan, bolalikda stress olganman, o'tganman deb. Endi tanilishingiz zo'r yo'l bo'lib qoldi hozir. Juda qiyinchilikdan o'tganman, polon bo'lgan, aldab ketishgan, afsona boshlanadi-da. Bu afsonalar tugadi. Storytelling qilsa. Ha, bu afsonalar tugadi-da, chunki bu afsonalar o'sha mana bu quloqqa ham yoqmayapti-da, siyqat chiqib ketdi. Yangi afsona to'qish kerak o'shada. Haqiqatan. Tisha tegmagan topish kerak. Ha, bir xil endi bo'lib qoladi, shunaqangi men juda qattiq azob yeganman, akam urgan, otam urgan, onam urgan, o'lib ham qolmagan ekansan deyman endi ichimda-yu. Lekin unga yetaman, azizim, bolajonim. Uylansang, xotiningni og'ushingga olsang, mana bu tana boshqacha o'zi sezadi. Bu kechagi kalta yeganlaringni sanda o'zi almashadi.
ya'niki yaxshi tana уже almashadi. Ana kalta yeganlar boshqa, lekin xotiningni bir paykaringni og'ushingga olsang, уже boshqacha his hayajon bo'ladi. U unutiladi. Mana bu bizani miyamizni xuddi telefonda edi. Telefonda butun programmasi bizning miyamizdan olingan. Kalta yeganmisan, boshqa qilganmisan, ertaga birinchi marta birinchi farzandingni qo'lingga olsang, hamma narsang esingdan chiqadi. U keragi yo'q kelib otam urdi, onam urdi, menda bolalikdagi nimalarim bor, jarohatlarim bor deyish bu bekorchilarning gapida. Bu ota-onani nima deb bunga nom qo'yish hatto bilmayman. Hozir ham trendga chiqdi-yu, detskiy travma. Detskiy travma deb trenddagi gapda-yu. Juda trenddagi gap, lekin bu narsani o'ylab o'tirasizda, nahotki mana shu odam ertaga ota-ona bo'ladi o'zi. Bizning ota-onalarimiz hamchi bilgancha tarbiya qilganda. Bilgancha tarbiya qilgan. Biz ham rostdan yomon bo'lgan. Bilgancha tarbiya qilgan. U paytda mamnaqangi psixologik anaqa bo'lmagan. Bolangni olib manday qil degan mamnaqangi usloviyalar yoki bir pravilalar bo'lmagan. Mehr bilan tarbiya qilgan, o'z bilganicha tarbiya qilgan, lekin biz yoki qiyshayib yoki biron bir joy anaqa bo'lib qolmaganmiz. Vaqtida balkim kaltaga ham yegandirmiz, dakka ham eshitgandirmiz. Men esimda shu onam ko'radilar baribir. Mana aytaman. Yoshligimda urardi, baqirardi. Endi o'zimdan ayb o'tadi, конечно, nimadir aytganlarini qilmayman. Oyimgilar bilan, dodamgilar bilan bitta devor turamiz, hali ham shunaqa yashaymiz. O'sha yoqqa qochardim, o'sha yoqqa qochaverardim. Yoki velosipedga o'tirardimda, qochib ketardim. Xatga deb ketaman deb. Qarang, mana shu joyda bitta zo'r narsa kelib qoldi. Avvalambor onalar baribir uradi-yu bolasini. Baribir uradi. Chunki ana boksyorskiy anaqada biz qop bo'lganmiz-da. Durust aytaman. Onani qorinda bola o'sha tug'ilgandan keyin 2 yoshgachami, 3 yoshgachami, endi baribir matkadan uzoqqa keta olmaydi-da. Ursa ham onaga qarab yuguraveradi, quchoqlayveradi. Qizim ham shunaqa. Ha. Onasi ursa ham mana shu eng nima deydi? Nima joyda tasalli oladigan va nima qiladigan, qo'riqlanadigan deydi-yu, nima deydi shuni? Qo'riqlanadigan. Bexavotir joy. Eng bexavotir joy himoya. 9 oy o'sha himoyada yotgan joyga, shu matkaga, ya'niki markazga tortilaveradi-da. Bola 7 yoshgachami hozir juda bola onasi ursa ham mana shu himoyalangan, ya'ni joyga, karantinli joyga keladi-da. Keyin keyin boyaga aytganingizdek buvisining yoniga, xontaxtani yoniga yoki shkafga bekilinadi. Nima uchun? O'tda u himoya qidiradi. Mana bu qobiq bor-da, qobiq, himoya qobig'ini qidiradi-da, mana shu buvadan yoki ko'rpachani tagiga kirib oladi. U ham ko'rpacha ham qobiq yoki xontaxtani tagiga yoki shkaf ichiga kirib oladi, u ham himoya qobig'i hisoblanadi. Lekin onalar nima qiladi? O'sha yerdan ham tortib olib dashi davom ettiradi. Keyin buvisidan himoya qidiradi, buvasidan himoya qidiradi. Ana undan keyin 12 yoshdan keyin, 12 yoshmi hozir esimda yo'q. Ko'ryapsiz mana, yolg'on aytayotganim uchun darrov burunlarim oqib ketyapti-da. 12 yoshdan keyin himoya anaqasi po'stlog'i yorildi, ko'chadan himoya qidirish boshlaydi. Eng yomoni mana o'shandan boshlanadi. Ko'chaga qochdimi, ko'chada uni poylab turgan 1000 ta odam bor. Narkotikini o'tkazadigan bor. Yomon yo'lga boshlaydigan bor. Mana olib borib antga berib kel deb o'zini ishini qildiradigan va o'sha bolani o'zi adoyat tamom qiladigan odam bor. O'shaning uchun mana shu joyda men ota-onalar uchun foydali, o'sha onalar uchun foydali bo'ladigan bitta gap edi. Hech qachon bolangizni urmang. Ularga tushuntiring. Bola o'zi bilmaydi nimaga kaltayotganini ba'zan. Sababsiz. Yo, uni o'sha masalan soat 9 da uyga kirgan, shomda ko'chada yurmagin bolam. Mana shu narsani tushuntirish yoki shomda o'zlari hammasi jamil-jam bo'lib uyda o'tirsa, "Sen ko'chaga chiqma shomda" deb o'zlari ko'chada semishga chaqirib o'tirsa-da. Telefon o'ynamadi, o'zi Telefon o'ynamadi.
bizni bolalarimiz bizni aytganimizni qilmaydi, qilganimizni qiladi-da. Mana shu narsani ham esinglarda bo'lsin. Tarbiya qiling, tarbiya qilmang, sizni eshitmaydi. Ha. Mana shu ko'rganini qiladi-da. O'shaning uchun ota-onalar har doim bolalariga to'g'ri tarbiya berish bilan birga o'zlari o'sha narsani qila olish kerak. Qilgandagina bola o'qiydi, bola odatga o'rganadi-da. Odatga o'rgatmasak bolalarimizni, o'smirlarni, qizlarimizni kech. Bitta odatni har kuni o'zlari ham qilib, bolalariga ham o'rgatsa, ana o'shanda yaxshi bo'ladi. Biz ham yoshligimizda rosa sho'xlik qilganmiz. Hozir yoshlikdagi bu sho'xliklarni aytsam, ba'zan kelishsam, bu narsa mendan o'tgan, to'xtab tur hozir. Bu boshqacha talqin qilib beraman sen aytsam, keyin tarasha bo'lib qoladi. O'zini juda ayibsiz qilib bir farishtalarga o'xshab keladi-yu. Keyin bu yerda boshqa gap bor. Bu yerda mana bunaqangi gap bor. Bu yoshlikdan men ham o'tganman. Bu yo'llardan biz allaqachon o'tib bo'lganmiz. U kitoblarda varaqlari sarg'ayib ketdi bolam deyman. O'shaning uchun eng yaxshi narsa hozirgi kunda mana ko'p psixologlarga hozir aylanganmiz. Ko'pchilik psixologlarda mana shu oila buzilib ketyapti, o'zini sevdib etdi, xotinim o'ralib yurardi, chochini qirqdi, kaltak ko'ylak kiydi, shim kiydi, ko'chaga chiqib ketdi deb kelayotgan erkaklar soni ham ko'payib ketdi. Juda ham ko'payib ketdi. Bunga sabab nima? Men xotinimga kuchim yetmayapti deyapti. Ana psixologga boryapti, u o'zini sev deyapti. O'zini sev deganda bu noto'g'ri talqin ketyapti-da. O'zingiz endi bu to'ppa-to'g'ri qo'shilaman. Biz ham endi mana shu sohadamiz, mediadamiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p nima videolarni ko'rsangiz, qanaqadir shu nima bor-da, propaganda bor-da, shu qanaqadir mana sujetning nimadir voqealikka asoslangan nimadir roliklarni ko'rsangiz, ajrashib boyib ketadi, ajrashib ish yurishib ketadi, ajrashib yaxshi hayotga o'tib ketadi. Ya mana shu narsa rosa yomon-da. Ayollarga bilmadim, yoqyapti bu narsa. Qanaqadir ko'rgandan keyin yoqyapti-da, keyin mana shunaqa roliklar ham qisman xolimizmi, baribir ta'sir qilyapti deb o'ylayman. Chunki ular bu ana u pozitsiyada yuribdi-da, mana jertva bo'lgan pozitsiya vaqtida ko'radi-da uni. Mana rolikni ko'ryapti, rolikda boshida yashaydi, keyin ajraladi, keyin faloncha keyin rolik ketyapti. Ko'rayotgan odam hol ajralgani yo'q, birlashib turibdi. Demak, men ham ajralsam shunaqa bo'lar ekanman deb o'shanda yoqsa kerak edi. O'zimizga ham konsultatsiyaga chiqdami? Bitta erkak kishi nima jalba qilib, nima tema bo'ladi, o'shanda ham xuddi tipi shunaqa gap bo'lganda. Hozir unaqa nimalar juda ham ko'p kelyapti. Juda ham ko'p. Xuddi shu masala umuman qaramayapti bolalariga ham. No endi mayli, bu nimaga chuqurlashmaylik. Bizning buni rezultati nima? Rezultati bizni g'arb psixologiyasi ko'proq sig'inib qolyapmiz-da. Lekin bizning o'zimizning mentalitetimiz bor. Mentalitetimizda avvalambor bola tarbiyasi birinchi navbatda. Onani onaligi, ayolni ayolligi. Mana shu o'zbek milliy ayolini. Ko'pchilik hozir menga qarshi gapirishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Ha, yoqmasligi mumkin. Bunaqa gaplar yoqmaydi. Bu aniq kak dejurniy gap bo'lib qolganda, bu hozir hamma hozir. Hamma biladi u gapni, dedan beradi-da, ko'rayotgan odam. Bu yerda haqiqiy o'zingni sevish degani, o'zingni parvarishlash degani toza, aqlli bo'lib, bolalaringni birlashtirib, semya degan bir zo'r narsa bor-da, oila. Oila tinch bo'lib, shunaqangi bir uyiga talpinadigan bo'lsa, erkak ham, ayol ham, o'g'il ham, kim bo'lsa-da mana shu oilaga kelib, oila o'chog'ini nimasida o'tirsa-da, mana hozir aytayotman, biz Shoh sanatoriya va reabilitatsiyasida juda ham ko'p insult va infarktdan keyingi oilalar kelyapti-da. Insult va infarktdan keyin yoki eri insult olgan yoki ayoli insult olgan. Insult olgandan keyin juda ham emotsiya, masalan, chap yarim shari insult bo'lib miya hujayralari yemirilgan bo'lsa, ular gapira olmay qoladi-da. Bir xil oilalar borki, namuncha g'uldiradingiz, to'g'ri gapirmaysizmi, namuncha yig'lavurdingiz deyardi-da. Yoki olib kelinglar reabilitatsiyaga, olib kelinglar, bularni tuzatish kerak, harakatini davom ettirish kerak
desa bunaqangi bizani pulimiz yo'q, shu yerda ham yotaveradi deyiladi. Bu o'sha oilani yo'qligi. Oilaning birlashmaganligi. Ha, bu yerda kasal endi haqiqatdan ham men bu yerda hech kimga kerak emas ekanman deb. Unda shunaqa xulosa bo'ladida. Albatta shunaqa xulosa bo'ladi. Nima hadib hamma yog'ingizga to'kib tashlayapsiz, to'g'ri o'tirsangiz bo'lmaydimi? U yig'laveradilar deydi-da. Keyin ularga ham oilasi bilan ham ishlaymiz. Bolajonim yoki o'g'lim, bu hammada ham emas. Bu endi 10 tadan bitta shunaqa bo'lishi mumkin-da. Lekin men shuni aytmoqchiman, mana shu kezi kelganda oilangizda insult va infarkt bilan og'riyotgan odamlar bo'lsa, albatta ularni yolg'iz qo'yib qo'yish kerak emas. Injiq bo'lib qolibsiz. Вообще jonimizga tegib ketdingiz degan juda qattiq gaplarni gapirishyapti-da. Insult olgani bitta bo'lyapti. Farzandlarini mana shunaqangi qilib qattim qurum gaplari ham o'sha ikkinchi bo'lib qolyapti-da. O'shaning uchun agar oila bo'lsa, undan keyin sila voли, ya'niki irodani kuchliligi bo'lsa, ko'p insonlar insultdan keyin tuzalib ketadi. Gapira olmay qolgan insonlar o'sha biz mashqlar qildiryapmiz, LFK mashqlarini 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oyda 95% tuzalib ketadi-da. Yaxshi oilasi bor. Oilasi kelib qarab, adajon, onajon deb qo'llab-quvvatlab anaqa qiladiganlar tez tuzalib ketadi. Lekin mana bunaqangi qilib o'qirib, qachon o'lasan? Endi-da bu juda qo'pol anaqa-yu. Lekin baribir insonni o'qiysiz-ku. To'g'rimi? Ana o'shalar u inson undamas o'lmaslikni anaqasi. Allohim rizqini ko'p beribdimi? Masalan, 6 yilda tuzalib ketayotganlar ham bor. Yotib, sekin-sekin o'zi harakat qilib, iroda kuchi bilan tuzalib ketayotganlar ham bor-da. Xo'p, endi o'zi mana shu hammada har xil tushuncha bor-da. Hozirgi kunda endi xolismi yo'qmi, qo'shtirnochidagi mutaxassislar bor har bitta sohada. Albatta. Psixologiyada bo'ladimi, xohlagan sohangizda bo'lishi mumkin. O'zi hamma buni xohlagancha talqin qilyapti-da oxirgi paytlarda. Kimdir psixologiya deydi, boyib ketishingga yordam beradi deydi, kimdir muvaffaqiyatli bo'lishingga yordam beradi, kimdir baxtli oilaga yordam beradi va hokazoda. Hamma har xil talqin qilyapti. Muammoga qarab. O'zi nima ko'rsatmasligiga qarab. Qo'pol. Bloklarni ochib tashlayman. Da, unaqa gaplar bor-da. O'zi mana nima tushunish kerak? To'g'ri tushuncha nima bo'ladi? Psixologiya deganda odamlar nima tushunish kerak va bugungi kunda insonlarga nima berish kerak edi aslida. Lekin mayli boshqalarni g'iybat qilmaymiz, lekin qisman gapirib o'tib ketamiz. Ayrimlar nima beryapti-yu, lekin nima bergani to'g'riroq bo'lar edi. Va psixologiya deganda o'zi nima tushuniladi? Aynan qanaqa fan, qanaqa odamlarga nima berish kerak o'zi aslida. Shu haqida ozgina ochiqlab bersangiz. Xo'p, psixolog odamni mana bu A nuqtadan B nuqtaga olib borib qo'ymaydi. Yo'naltiradi. Senga qanaqa yo'l to'g'ri? Xaritalar. Mumkin emas. Ya'niki, masalan deylik, bir o'tirganda odam patronlari bilan bog'lanishimiz mumkin-da. Endi uni juda ham kam odamlar qiladi. Bir xil odamlar bor, tixonya bo'ladi-da. Har bir gapingizni o'ylaydi, yozadi, xulosa qiladi. Bir qarasangiz uchib ketadi. Qoyil qolaman. Bularni xuddiki, ana Xitoy bambugi o'xshataman. Ildizni birinchi ildizni o'zi. Ha. Sekin darrov nima qilib ketadi-da. Mana shu odamlarga qoyil qolaman, chunki ular har doim maqsad qo'yadi, reja qo'yadi, o'sadi. Birovlar esa xayolparastlik ham yaxshi. Qachonki orzu qilib o'sha orzu xayollar bilan yashab, sekin-sekin maqsad orzu qilib ketaveradigan odamlar ham yaxshi-da. Ularda bor, ana shijoat bor, energiya bor. Birovlarcha yo'q. Mana odamlar ko'p xato qiladi, ko'p urinadi, ko'p odamlardan gap eshitadi, ya'ni jinnimi yuribdi deydi. Lekin o'sha odam izlanayotgan bo'ladi. Tinmaydi.
yotib olmaydi, yig'lamaydi, birovdan qarz so'ramaydi, tinmasdan harakat qilaveradi-da. Qachon qarasang nimadir. Voy u mashinaga ham deyishadi, u boshqa ham deyishadi, u neudachnik ham deyishadi-da. Lekin qarabsizki, bir kun shundoq bir ma'nili gaplarni aytib, anaqa qilib aytam, qoyil. Haqiqatan bu izlangan odam-da. Izlangan odam, lekin ana mana juda ham sizlar yaxshi ko'rasizlar, nimalar sotishadi-yu, o'quv, kurslar. Ha. Necha pullarga kurslar oladi? Bo'ldi, men boyib ketdim. Nima qildi? 26 millionga kurs sotib oldim. Xuddi, endi nima qilmoqchisan? Yana bitta kurs bor ekan, o'sha yerda o'qib chiqmoqchiman. Xuddi-da. Yuraveradi u kurs, bu kurs mayli $2000. Xo'p, qachon shu kurslarni targ'ib qilasan? Rezultat yoki bir o'zing kurs anaqa qilsan, shuni qil. Yo, yana bitta kurs bor ekan. Shunaqa odamlar borlik. Da, men endi masalan 26 million deyotganim endi juda ham u bir xil anaqalar, lekin mana shu qanchadir bir kurslarni sotib olib, o'shani o'qimaydi ham, hayotga ham tatbiq etmaydi. Agarda kurs sotib olib, uni tatbiq etmasa, uni harakat qilmasa, befoyda. Boyaga aytganingizdek, odam mana shu krugni ichida aylanaveradi-da. Nimagadir bir aylantirib qo'yadi. Masalan, kredit olgan odam kredit olaveradi. Tanishim bor bitta shunaqa. To'la bo'lib yana olaveradi. Kasallik aylanib qoladi. To'la bo'lib yana olaveradi. Insonning anaqasi shunaqa bo'lib qoladi. Bitta narsaga o'rganib, bir masalan bozorga borasiz, aka tuzuvimiz sonlaringiz yaxshimi? Ko'rinmayapsiz? Anchadan buyon ko'rmadimmi siz? Men bozorga bundoq, voy, buyuk odamdek bo'lib ketasiz. Nahotki meni o'zingiz tanimaydi, u marketing shunaqada. Keyin o'sha oldiga boraverasiz. Kreditda ham xuddi shunaqa. Aka, sizdan zo'r to'laydigan yo'q deb qarmoqqa ilintirdimi, odoy tamom bo'ldingiz. Все, boraverasiz. Bu bilan nima demoqchiman? Insonni yaxshi gap bilan aldash osonda. Inson bitta yaxshi gapiga adosi. Masalan, yaxshi odamni ham, yomon odamni ham bitta shirin gap bilan avvalo olasiz, ishlaringizni qildira olasiz. Ana aytasiz-ku, жертвasiga o'tib oladi deb. Жертваga o'tib olgandan keyin kimdir siz unga qarashmoqchi bo'lasiz, yordam bermoqchi bo'lasiz, umringiz o'shanga to'kilib tamom bo'ladi. O'shaning uchun demoqchimanki, bolalar, azizlarim, mana bir xil gaplarimiz yoqadimi, yoqmaydimi, qabul qiling. Qabul qilmasangiz baribir 1 yildan keyin baribir qabul qilasiz. Chunki ekdim. Men bitta zo'r gapim bor, ekdim deyman-ku. Sizga bir mana shu psixologiyani bir urug'ini ekdim, mana shu urug' unib chiqishini xohlayman. Aql bilan ish ko'rishi. Troya otini bilasizlar-a? Zo'r o'sha nimada kinoni qayta ko'raman. Butun shahar Yunonlar bostirib keladimi? Yunoniston bo'ladimi? Ishqilib shunaqa bo'ladiki, shaharni ishg'ol qilisha olmaydi-da. Umuman ishg'ol qila olmaydi. Keyin butun askar o'sha suv nimalarni hammasini olib ketib xuddi chekinganday bo'ladi-da. Yog'och otga eng zo'r lashkarlarini tiqib qo'yib qo'yadi. Keyin aytadiki, mana sizlarga mana shu Odisseyami, Yunoniston hozir sovg'a karachi deb kelgan. Sovg'a tashab ketdi. Bu sizlarga do'stlik sovg'asi, do'stlik timsoli deb aldaydi-da. Bular voy bizni yengdik deb darvozalarni o'zi ochib, ana u yog'och otni dushman pushmani bilan olib kirib, rasa o'yin kulgi qilib, tarasha bo'lib uxlaydi. Allohu akbar, ertalab shahar barbod bo'ladi-da. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik insonni aldash mumkin. Bitta mana bu tarix necha yildan buyon kelyapti. Mana shundan biz xulosa chiqara olmaymiz. Nima uchun? Oddiy oson narsa bilan biz o'zimizni qalbimizni berib qo'yamiz-da. Qalbimizni darvozasini ochib qo'yamiz. O'sha ishonchimizga kiryapti-da. Mana sizlarga do'stlik ramzi, tinchlik ramzi. Sizga ishonamiz. Sizga foydali bu. Deb qalbimizga kirib olib, adoyi tamom qilib, shipshiydan qilishyapti. Qalb nimasidan aytayapman-da endi. Mana shunaqa. Yana qanaqa savollar bor?
Shu ana детский travmaga qaytdik. детский travmaga Nima qaytamiz. demoqchimanki, hozir настроенияsi bo'lmasa ham детский travmani ayblashadi. Yoshligida muammo bo'lgan, pul topolmasa ham детский travma. Nima ish qilamiz, xolos. Manda ham детский travma bor. Sanda nima edi? Manda детский travma o'sha noyabr, dekabr kelaveradi, qishloqda gaz bo'lmaydi, u payt. Shu shaharda yashasam, shu noyabr, dekabr juda qish kelyapti. Mana shunaqa kecha gaplashdik. Mana bu yerdada shunaqa. Bir kun 2-3 marta shu gapni aytib yurdim. Shu детский travma emasmi sanga shanda shu narsa deb aytib. Keyin o'zim o'ylab qoldim, rostdan dedim. Chunki qishloqda endi qish kelsa, baribir xolaymizmi yo'qmi, bilmadim. 2008-yildan keyin o'sha bizda gaz bo'lmaganda. Xullas gaz yonganini eslayman. Shundan keyin gaz yo'q. Faqat shunday uyni isitish uchun yoki hammom qilish uchun boshqa qilish uchun konkretni o'tin yoki nimadirlar qilinadi, yoqiladi. Mana masalan, shunday gugurt yoqib, gaz yoqib olib bo'ldi. Unaqa yotish yo'qda. Uchun mehnat qilish kerak, tarasha qilish kerak. Yoki bugun kechqurun, bugun ertalabgacha normalniy uy temperatura bo'lishi uchun tarashani mayda qilib, pechkani tayyorlab qo'yib yoki yana yetmasa, mana bu koridorga ham taxlab qo'yib qo'yish kerakda. Ertalab kimdir vaqtli tursa, dadam vaqtli turardilar. No'xlar vaqtli turib, yoqib, sharoit qo'yish kerak edi. Shuning uchun menga qish hozirgacha детский travma bo'lib qolgan. Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Ana endi qaranglar. Buni to'g'ri talqin qilamiz-da. Bu детский travma emas. Bu qo'rquv. Qo'rquv nima? Qo'rquv o'tin topa olmasam. Qo'rquv, o'tin topolmasam emas, sovuq qo'rquv. Mana sovuq, mana o'sha paytgacha demak siz qo'rquv do'stda. Mana shu paytda sizda hozir qo'rquv do'st. Qo'rquv, demak sovuq bo'lgungacha mana sovuqdan qo'rqyapsiz. Oy, dirdirab chiqib o'tin maydalash. Lutchi mana endi buni bilan ishlash kerak. Blok bor-da miyasida. Men hozir tanimmanki, mana shu gapni gapiradi. Qish kelayotgan, qish kelyapti juda deydi. Nima qilib qish kelsa deyman. Yo mana loyiha olamiz, ish bo'lsa qish kelyapti deyman-da shu. Nima qizig'i bor qish kelishini, baribir ishlaymiz-ku deydi-da. Bilmadim, shuni baribir qish kelyapti deyman men. Mana qarang. Rashan, zo'r narsa bo'ldi. Mana eng oddiy narsa-da. Qo'rquv sovuqdan, qo'rquv qish kelishidan, sabab o'tin yo'qligidan. Demak, nima qilish kerak? O'tinni g'amlash kerak. Chiroyli qilib uni tarashasini tarashaga, o'tinini o'tinga, tezagini tezakka, ko'mirni ko'mirga qilish kerak. O'shanda tinch bo'lasiz. O'shanda o'ylamaysiz. Har doim otam urdi. Sizda sezonniy qo'rquv bor-da. Yozda yo'q qo'rquv. Yozda yo'q. Sizda sezonniy qo'rquv bor. Bu stressga siz tushmaysiz. Masalan, odamlar qo'rqib, yuraverib, ana stress olaverib, masalan, ikkovinglar bitta xonada ishlaysizlar, ikkovinglar bir-biringizga gapinglar to'g'ri kelmaydi. Stress olasizlar. Voy deb yuraverasizlar. Haqiqiy depressiya, haqiqiy stress mana shundan boshlanadi. Mana bu sezonniy qo'rquv, sezonniy stress. O'tim bo'lmayapti. Qish kelyapti. Nima qilish kerak? Qayerdan topish kerak? Yo'q, qo'rquvlar qanaqa boshlanadi? Farzand maktabga boradi, yo'ldan o'tish. Kim o'tkazadi? Mana ko'ryapsizlarmi? Buni qo'rquvdi sababi bor. Qo'rquvdi sababini o'zini yechimi bor. Buni bilasizmi, men bir sizlar bilan anaqa olgandami, nimaga boruvdik-ku, botanika bog'iga borib, sizlar bilan olganmizmi? Botanika nimaga chiqqandik-ku? Oqtoshga chiqdik. Botanika bog'ida biz syomka olayotgan paytimizda maktab o'quvchilari kelayotgan ekan. Qarang, bitta zo'r narsa fikr kelib qoldi. Keyin syomka paytida biz qo'rquvlar haqida anaqa qilyotdik-da. Keyin bitta kichkinagina qizcha, "Ya тоже боюсь" dedi. "Men ham qo'rqaman" dedi. Keyin "Nimadan qo'rqasan? Nimaga bu yoqqa chiqdinglar?" desa, "Maktabga borishdan qo'rqyapman" dedi. Nima, maktabda dinozavr bormi dedik. "Нет", dedi. "Там", dedi, "у нас", dedi, "английский учительница нас", dedi, "ругает", ikkiga qo'yadi. "Aha, nimaga?" dedim. "Потому что мы не знаем английский", dedi. O'shaning uchun qochdik dedi. Ko'ryapsizmi? Ana o'sha yerda o'zida, "Хорошо, angliskini bilmasang, sen etishing kerak-ku, menga o'rgating." Yoki o'shani men bu parkda qochib yurmasdan, ota-onangni qo'rqitmasdan, ikkinchi qo'rquv kelyapti-da. Sen mana shu angliskini o'qisang bo'ladi-yu. Mana ko'ryapsizmi? Biz bolalikdan bolalarimiz bilan gaplashishni o'rganishimiz kerak-da. Qo'rquvi nimada? Qorong'ilikdanmi? Qo'rquvi nimada?
birovlar uxlay olmaydi, siyib qo'yaman deb qo'rqadi. Ko'p onasi uradi-da, bir xil qo'rquv bizga do'st. Demak, boyaga aytayapman-ku, mashinangizda benziningiz tugayapti. 3 kilometrdan benzining tugaydi deydi. Nima qilasiz? Keta olmaysiz. Voy, 3 kilometr qayerdandir topishim kerak. Topa olmasamchi deb qo'rqasiz. Keyin orqaga qaytasiz-da, mana bu 1,5 kilometrda bor edi-yu. Ha? Benzokolonka. O'shandan olib ketishim kerak. Hozir 3 kilometr bormi, yo'qmi, уже yurib qo'yasiz. Yo'q bo'lsa-chi, chelak ko'tarib turasizmi? Mana shunaqangilar bor-da. Tushundingizmi? O'shaning uchun mana bu yarki bo'lish kerak. Hozir masalan, mana bunaqa narsa ham borki, hozir gapingiz orasida aytdingiz. Keyin nimadan qo'rqamiz? Bolalardan, maktab borishidan dedingiz-ku. Mana bizaga ham o'sha ota-onamiz vaqtida aytgan, mana bunaqa vaqtda kelgan boshqa qilgan. Hech narsa bo'lmaydi deb ketaveramiz. Lekin hozir endi o'rin almashgan. Masalan, qaysi mamada biz ham endi ota-ona bo'ldik, maktabga boramiz. Biz ham xuddi shunaqasini aytsak, ular ham xuddi ha, qo'rqmang. Lekin o'zi aniq qo'rqaman-da, u payt o'zim bo'lgan paytda qo'rqmaganman, chunki o'zim bo'lganman. Hozir o'ylasam, qanaqa qilib deyman-da. Shunaqa bo'larkanmi endi bilmadim. Lekin mana shu narsadan qo'rqadi odam kelajakni olib yo'q narsani emas-ku, prosta kimnidir hali o'zini o'zi eplab bilmaydigan odam maktabga yuborsangiz, baribir har doim kontrol qila olmaysiz, maktabga olib borib qo'yishingiz mumkin, olib kelishingiz mumkin, lekin ichkarida bo'lmaysizda baribir. Demakki, mana to'g'ri aytyapsiz. Ayting, oxirigacha ayting. Ya shu mana shu narsada mana ichkarida qanaqa nima borligini bilamiz, lekin baribir ham chunki o'zimiz ham o'sha etapdan o'tganmiz-ku, ha, urushganmiz yoki gap eshitganmiz yoki kimdir o'zini tashagan yoki qanaqadir hazil ko'rgan, bittasiga oddiy nimadirlar hazil huzullar bilan nimadirlar bo'lib ketgan maktab paytida, endi hozir tochini eslab bilmayman. O'sha narsadan hozir o'zingiz farzandingiz bo'lgandan keyin odam shunaqa nima o'ylaydi, nima qilar ekan, qana o'zim ota-onam qanaqa bo'ldi, savol ketdimda, savollarni ichigaman. Ana endi mana shu yerda yana bitta yechim bor. Bizni bolalarimizga yo'lni kesib o'tish. Mana. Birov chaqirganda qaramaslik. Yoki kimdir masalan, bolam ana uyda ko'rsatib bor, palonchini chaqir, bilasanmi? Oldiga bormaslik. Mana shu narsalarni o'rgatishimiz kerak. O'shani maktabga olib kelguningizgacha yo'lma-yo'lakay mana bu yo'lda mamnaqa bor ekan, mamnaqa bor ekan, o'tayotganingda o'ng tomonni qaragin. Mana shu narsalarni o'rgatishimiz, maktabga kirib, tualetni ochishi, tualetga kirib yopishi, hech kim bilan kirmaslikni, mana shu narsalarni o'rgatishimiz kerak. Chunki maktabda bu narsalar o'rgatilmaydi. Ana o'shanda ko'nglingiz tinch bo'lar ekanda. Mana shu narsalar yo'q bizda. Masalanki, zilzila bo'lib qolsa, mana ko'p hozir vahmali narsalar chiqyapti-yu. Yaponiyada tsunami, endi bizda tsunami yo'q, mayli zilzila bo'lib qolsa, yong'in bo'lib qolsa, qayerga qochish? Bolalarni ichiga kirib yoki zinani tagiga tushishmi? Mana shu narsalarni bolangizni maktabga olib borayotganda, mana shu maktabni bir marta chegarasini ko'rib chiqishingiz kerak. Ko'rko'rona zinaga qoch, oynadan otmas, o'sha yerga borib, bilimli bo'lib, ko'rib, evakuatsiya qanaqa? Mana har bir narsani qo'rquv bizga do'st, qo'rquv bu indikator. Mana aytayapman-ku. To'g'ri xulosa chiqara olishimiz kerak-da. Bolamizni yetaklab maktabgami, qaqqadir nimagami, o'yingohgami olib boribamizmi? Birinchi biz avvalambor xavfsizligini bilishimiz kerak. Naryoqda qanaqangidir erkak poylab turibdimi? Hozir erkaklar pedofillarmi? Qanaqa ko'payib ketgan bolalar. Eng yomon narsa. Qizlarni taksiga o'tkazmaslik, Yandekslarni chaqirib bermaslik. Juda ham mana hozirgi kelayotgan juda ko'p qizlarimiz mana shundan aziyat chekyapti. Chunki taksistlar ham ularga qo'l uzatib qo'yapti-da, tegajoqlik qilyapti. U kelib ota-onasiga ayta olmayapti. Yashirib, stress qilib yoki o'zini osib qo'yapti yoki borib daryoga tashlayapti. Bunda ham bir anaqa bor-da, o'shaning uchun mana ota-onalardan ham juda ham iltimos qilaman. Har bir bolamizning harakatini avvalambor o'zimizni o'sha anaqani ko'rishimiz kerak. Atrofda qanaqa? Xavfsizmi? Juda men bu odamni 2 kundan yoki 3 marta ko'ryapman. Nimaga bu botni turibdi? Nimaga kuzatyapti? Ha? Mana bolalar yo'qolib qolyapti. Organlarini sotib yurishyapti. Biz bilmaymiz qancha odamlarni nimasi yo'qolayotganini. O'shaning uchun qo'rquv do'st.
keldimi qanaqangidir. Bu baribir ham ogohlantirish. Allohning o'zi ogohlantiryapti. Ey, qara, sergak bo'lgin, ogoh bo'lgin. Bitta ko'nglimga keluvdi-ya deysizlar. Shunaqa bo'ladi. Lekin o'sha narsani qilmaysizlar. Mana qo'rqaman, qo'rquvim bor, ota-onam mana shunaqa qilgan, ota-onangizda ham shunaqa ko'ngliga kelgan. Lekin ular o'z bilganicha zashita qilgan. Lekin Buxoroda yoki masalan boshqa hududda unaqangi joy katta emas. Bitta odam yo'qolsa, 4 ta qo'shni uni taniydi. Toshkentdachi? Har xil millat. Har xil millat hech kim tanimaydi. Men chiqib hech kim meni tanimaydi. To'g'rimi? Guvoh bo'lganman. Uyingizga borganimda Gulxon opa ichida turadilar. Ana bo'yi pastroq televizorga chiqib yuradigan xotin. Uni ishtidan bittasi yo'q, tanimayman deydi. Masalan, men ham tanimayman. Hech kimni tanimayman deydi. Chunki e'tibor berib qaramaganman. Lekin masalan, bir o'g'irlik yoki bir nima bo'lsa, avvalambor kameralarim bor, ishonaman. Keyin kimnidir behalovat o'sha yerda yurganini ko'rsam, darrov e'tibor berib, kimsan sen? Nima bu yerda juda aylanib qolding? deyman. Albatta. Hozir militsiya chaqiraman, qani bu yerdan ket. Buni o'zi ham uni уже sergaklantiradi, demak bu hududga kirish mumkin emas. Bu yerda demak albatta kimdir bor. Kamera bor, bu yerda odamlar sergak. Sergak bo'lmagan, hech kim tanimaydigan 9 etajli, 10 etajli joylarda jinoyatlar, o'g'irlashlar, mana shunaqalar ko'p bo'ladi. Mana shuning uchun sizni qo'rquvingiz juda ham anaqa. Qo'rquvga biz qarashimiz kerak. Buni sababi bu nimadan keldi? Demak, nima qilishim kerak? Sirazu. Sabablardan ishlash kerak. Ha. Nima uchun bu qo'rquv kelyapti? U travma emas. Bu sizni уже harakatga undayapti. Hayotni qonunini bilsangiz yashar oson. Qonunini bilmas ekansiz, qonuni bilan hisoblashmas ekansiz, charxpalagingiz chiqarib tekizlab tashlaydi hayot. Ayab o'tirmaydi. Hech kim ayamagan, bundan keyin ham ayamaydi. Lallayib yursangiz, o'shaning uchunchi mana qishloqlarga borsangiz, mahkam bo'l deydi. Shuni gapi o'zi, mahkam bo'lmaysanmi desa-chi, odam sergak bo'lib qoladi-da. Ana reja tuzdingmi, boshqa qildingmi deb o'tirishmaydi. Mahkam bo'lmasa, любой odam har qanaqasiga sizni o'ynatadi, yig'latadi, pulingizni oladi, joningizni oladi, umringizni oladi, ish qilib odoy tamom qiladi-da. Endi Gulxon opa juda ham zo'r mavzular bo'lyapti. Ochig'i, qiziqarli o'zim uchun, menimcha o'ylayman, ko'rayotganlar uchun ham ancha qiziqarli, foydali mavzularda gaplashyapmiz. Va hozir insonlarda uchraydigan holatda, bizda misol uchun ko'p bo'ladi. Ayrim insonlar bor. Meni kunim o'tsa bo'ldi, 9 dan 6 gacha kelib ketsam bo'ldi, menimcha oyligim olsam bo'ldi deb o'ylashadi. Ayrim insonlar bo'ladi, qanaqadir shu qobig'idan chiqib ketadi maksimum. Misol uchun, mayli men 9 da kelaman, 11 gacha ishlayman, lekin ko'p pul topishim kerak, harakat qilishim kerak, o'sishim kerak. Lekin yana ishchi kuchi, misol uchun bizda muammoda, misol uchun anaqa yaxshi lider, qanaqadir o'zining qobiliyati bor, o'sishga intiladigan insonlarni topish hozir qiyin o'zi hamma yoqda ham. Mana shunaqa tizimli oylik, stabil oylik va stabil ish vaqtida yuradigan insonlarni qanaqa qilib bu yoqqa olib o'tsa bo'ladimi yoki u tug'ma shunaqa tug'ilgan, shunaqa muhitda katta bo'lgan, shunaqa qolib ketadimi shu insonlar? Bunga qanaqa bir fikrdasiz? Qarang. Juda ham yaxshi savol. Bu hammamizni qiynaydigan savol-da. Hamma rukovoditellarni, ish beruvchilarni ishchin oladi, bir oy indamay o'tiradi. Da победного flagda ushlab turadi, oyligini oladida yo'q qoladi yoki yarim oyligini oladida yo'q qoladi. Bu mana biza 70 yil Sovet nimasida bo'ldik. Ittifoqini. Ya'niki 9 da kelib, 6 da ketadigan. Tamam. O'zi tushundim. Tushundingiz? Bu bizning qonimizda. Bu как genda, qonimizda oqyapti-da bu. 70 yil davomida biz mana shu qobiqning ichida edik. Bir xil kiyinganmiz, magazinga bir xil narsa kiygan, kommunizm sari yo'lga chiquvdik, lekin odoy tomon yarim yo'lda hamma qirilib ketdi. Kommunizm ham o'lib ketdi. Mana shu joyda seri bir
eslamoqchiman. Rang bo'lmagan bizda fon bo'lgan, ton bo'lgan. Ya'niki серый, черный, белый. Hamma shunaqa серый, черный, белый kiyishganda. Keyin 9 dan 6 gacha ish bo'lgan. Bitta ishni bajarishgan, ommaviy bo'lib, ommaviy psixologiya bo'lganda, u yerda omma psixologiyasi. 9 dan 6 gacha bitta ishni bajarishgan, masalan, nimadir zavodda, tugma 10 ta odam tugma bossa, 10 ta odam yoqa tikkan, 10 ta odam bir narsa qilgan, bir narsa qilgan. Prikaz выполняется, не обсуждается degan qonun bo'lgan. Ana o'shanda tarbiya olganmiz. Pulni vaqtida 15-da bitta, 3-da bittami shunaqa olinganda, odamlar shunga o'rgangan. Aql, uje mana shu qon dodalarimiz maqtanib gapiradi-da. O'sha payt eslab. Ha, o'sha payt zo'r bo'lgan. Odam harakat qilmagan. 9 dan 6 gacha bitta A tochkadan chiqib, bu tochkaga borganda, yana bu tochkaga qaytgan. Ikkinchi toifadagi odamlarga qiyin bo'lganda o'sha payt. Ular spekulyant bo'lgan, ular qamalgan, ular bo'lganda. Harakat yo'qni yo'q qilishgan, magadan qilishgan, bir narsa qilishgan, oddiy tamom qilishgan. Otilib chiqqanlarni, ya'niki yana yashamoqchi bo'lganlar, spekulyant deyishgan, boshqa narsa deyishgan. O'shaning uchun ham ularning uyida hatto qora ikra yesa ham ikkinchi kuni KGBmi bir narsa kirib olib ketib qolgan. Mana o'sha narsa bizda haligacha qonimizda oqib kelyapti-da. 70 yildan keyin chiqib ketsa, chiqib ketdi. Ha, chiqib ketdi. Endi hozirgi kunda mana aytayapman, o'sha qo'rquv ota-onalarda, buvilarda bor. Davlat ishi eng zo'r ish. Borib, tinchgina o'sha 4 millionga ishla. Mana uydagilarim ham shunaqa degan. Ha, 4 million. Nima qilasan? Orqalab ketasanmi? Qabrga olib ketasanmi? Qabrga hech narsa olib keta olmaysan. Mana ko'rasizlarmi, bizda ucheniya qanaqa bo'lgan? Hamma odam bir xil odam. Kambag'al, boy yo'q. Tushunasizmi? Ana endi nima deyishyapti? Boy bo'l. Dunyo kez. O'lganiga qadar ana 9 ta mamlakatni borib ko'r deb tat qilib mamlakatlarni qo'yib yotibdi. Odam nima qilyapti? Ana nima qilishni bilmaydi. Yarim odam 9 dan 4 gacha, 9 dan 6 gacha 4 millionga ishlab, indamay o'tirgisi kelyapti-da, keyin tirs etib uni ko'rgandan keyin nafsi ochilib qolyapti-da, borib kredit olyapti. Yoki uyini sotyapti, yoki nimadir qanaqangidir bir ishlarga aralashib qolyapti. Kamida siqyapti. Stressga tushib qoladi bir xil. Nimaga ularda odamlar maza qilib yashayapti? Men nimaga 9-6gacha? Keyin yana bu narsani aytib ketmoqchimiz, endi ko'rayotganlarimni noshukurlikka qo'yib qo'yishi mumkin-da hozir bu gaplarimizdan. Endi qarang, bizachi Ayrimlar. ha, insonni mana bu o'zini fikri bor, o'zini filtri bor-da. U insonga yoqish uchun hozir gapirish foydasiz. Yo, ochiq gapirib prosta noshukurlik emas, yaxshi yashashga intilish kerak o'zi har doim. Yo'q, qarang, biz hozir osnovadan boshlayapmiz, ildizdan. Ildiz nima edi? Ildiz boylikni olib keta olmaysan. Shu yerda qoladi. Tinch yasha. Mana shu senga berayotgan, Sovet davlati berayotgan shu pulni olganda, tinchgina yig'ib o'tir. Yiqqan pulingni keyin bir tinga anaqa qilmay, kassangda o'shab o'tirib qolishdi oxir oqibatida. Xo'p, men nima demoqchiman hozir fikrimni qatga ketyotgandik. Stressga tushib qoldi. Ha, ana endi o'sha katta oila boshliqlari bo'lgan odamlar o'sha o'tiribdi. Sen davlat ishxonasiga ishga kirasan. Bo'ldi. Bu odamda qanaqangidir ideyalar bor, boshqasi bor. Endi ikkita yo'l bo'lib qolyapti-da. Yoki indamay borib, o'sha davlatga kirib, o'sha yerdan chiqish kerak, kirib, o'sha yerga ishini qilib, nima qilish kerak. U mamlakatlar kezmoqchi, dunyo kezmoqchi, o'zini ideyalarini qilmoqchi-da. Mana shu yerda sinadi bu ko'pchilik. Chunki ruxsat bo'lmaydi-da. Voy, qamalasan, bu ishni qilmagin. Ana keyin bu chalg'iydi. Buni nimaga yo'ymoqchiman? Mana masalan yaqinda ham bitta voqea bo'ldi. Bir Skoridagi anaqamiz aytdi. Insult bo'lgan, oila a'zolari olib ketmaysiz. Siz yo'lda nima qilib qo'ysangiz, o'zingiz javob berasizmi? Yotsin, hozir bir pasdan keyin o'tib ketar, deyapti-da. U
qo'lidan dastxatini olib anaqa rozimiz biz bermadik o'zi deb уже ketgandan keyin 3 soatdan keyin bu odamni joni uzilyapti tushunyapsizmi biz shunaqa qilishimiz kerak ideya mana shu inson shu narsani chiqazyapti unga aytish kerak san yaxshilab hisob kitob qilgin to'g'ri hisoblayapsanmi turtki berishimiz kerakda nimaga hozir ko'p yoshlar ish qila olmayapti ko'pchilik dangasa emas mana shu ota onani qo'rquvlarida ota ona ham demoqchimanki ahmoq emas ular o'sha qo'rquvda katta bo'lishgan evlonmasachi chunki bizada hozir maktablarimiz bor biznes maktablarimiz muqarrar bir muayyan bir nima ish qilish uchun tinmay harakat qilish kerakda tinmay harakat qilish uchun mana bu yerda ishi o'xshamasa man senga aytdim-ku shuni qilmagin dedim-ku nima qilarding shuni qilib Men bilardim. bilardim shu ahvolga kelishing bo'ldi davay yig'ish bo'ldi все Allohu akbar qabristonga ketdi ana ish demoqchimanda lekin hamma biznesda yoki hamma nimadir ish qilishingizda boshida shunaqa bo'ladi-ku. bo'ladi O'sha odam o'zida ham baribir shunaqa bo'lgan-ku vaqtida. Masalan, oddiy hamma mana shu yo'ldan ketayotgan bo'lsa, bu yo'ldan ketmoqchi bo'lsa, aniq biladi adashishni, lekin yo'lni topmoqchi-da shu yo'ldan ketib. lekin o'shanga albatta o'zini anaqasini mana men senga aytdim-ku o'zini o'sha aytganini albatta yana unga tekst qilish kerak-da keyin bu bola bu yosh bu tadbirkor nima qiladi agar hali yo'lini topa olmagan boyagidek puxta o'ylanmagan qanaqangidir bir xatolarini ustida ishlamagan yarim chala qilingan planlar kimgadir ishonilgan qanaqangidir anaqa bo'lgan bo'lsa haqiqatdan sinadi lekin o'tirib o'zi hech kimga aytmasdan men shunaqa yaxshi ko'raman mana shu yana takrorlayman o'tirib olib plan tuzib indamay ishini qiladi-yu puxta qasr qilib qal'a qurib shunaqangi bitta prijok qilishadi lekin ana o'shalar zo'r ish qilishadi chunki ota ona har doim ham ba'zi bir aytyapman bilganicha maslahat beradi bilganicha tarbiya qiladi bilganicha lekin hozirgi yoshlar ancha bilimli ko'pchiligi ancha bilimli ham til yuzasidan ham mishleniyasi ya'niki savodi zo'r ilg'ab oladida mana bilasizlar chet ellar amerikalarda unaqangi anaqa bo'lmaganda dangasalar mamlakati bo'lmagan biz dangasalar mamlakatidamizda dangasalar mamlakatida shuda 9da boradi 6da keladida keyin ko'rpani sasitib uxlaydi bo'ldi ertaga yana chiqadi yana o'sha ahvol bo'zchini mokisida bitta ish undoq mundoq серый жизнь deydi-yu kulrang hayot mana shunaqa lekin mana shu narsadan biz chiqib ketyapmiz boyagi endi masalan siz ishchi olsangiz hech qachon o'ylamang siz olgan ishchi yarim o'limtik bo'ladi u kelib sizni ishingizni bajaradi a lider o'zi o'sha ishni qila olib o'shanga agar nima deydi siz uni yaxshi tarbiya qilsangiz 3 oydan keyin boradida boshqa ish ochadi unaqani bor endi sudralib kelib nittoda qilib yuraveradida odam o'zini ishini ochdimi mana o'zi mana shu ishi uchun avvalambor nima qilish kerak kimlarni olish kerak oilani do'stlarni ya'niki ideya bo'lishi kerakda za ideyu deydi-yu ham fikr bo'lishi kerak ham fikr ham nafas bo'lishi kerakda demak mana bu yerda maqsadimiz nima biz borib mana shu korxona ochamiz yoki katta bir anaqa media nimalar qilamiz degan katta bitta maqsad qilish kerakda mana shu sizlar uchun mana shu bir опорная точка bo'lishi kerakda o'sha maqsad shunaqa katta bo'lishi kerakki mana shu maqsad atrofiga mana shu maqsadga bora oladigan hamfikr insonlarni yig'ish kerak u oylik berib ushlab o'tirish u bo'lmas ekan bu уже sinalgan narsada tushunasizmi juda qiynalamiz hamma qiynaladi keladi yo'qda bir ambitsiya bir qanaqadir bir maqsadlar yo'qda faqat shu nech pul berasiz nettidan nettigacha nima sharoitlar bor boshqa siz undan ortiq narsani kutmang bu asrni vabosi
работодатель, ya'ni ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi million yillardan buyon kelayotgan это klassika deydi. Buni hech kim o'zgartira olmaydi. O'shaning uchun o'z aqlingiz, masalan, nechta odam bilan mana shu ideyaga qarab keta olasiz. O'zing gapingni sandan katta ham qila olmagan bu ishni. Shuni men ham aytardim-da unga. Mana bunaqa odam kerak deb. Sandan kattani hal qila olmagan. Shunaqa. Muayyan ishlaydigan ishchi bo'lsa, o'sha muayyan ishlaydigan ishchini avvalambor har tomonlama ko'rishingiz kerak. Sizga to'g'ri keladimi? Siz qolib qo'yasiz. O'sha qoliplar bo'yicha agar sizga to'g'ri kelsa, ishlating. To'g'ri kelmasa, ko'cha to'la shunaqangi bezalabernilarda. Yana bitta zo'r avval meni o'zimni testim bo'lardim-da, qo'yardim ishga qabul qilayotganimda. Qog'ozga tarjimai holini yozsam, nima deyishardi. Tarjimai holini yozib, nima keragi bor? Kompyuterda yo'q, qo'lingda yozib ber. Men o'sha yerda endi buni hozir yana bir anaqa aytmoqchiman. Tarjimai hol deb yozdimmi, ikkita strokani juda chiroyli yozishadi. Uchinchi stroka ketaveradi men bu yerga qarab. Keyin ketdi jingalak bo'lib. Keyin bunisi yoqqa ketdi ajralib. Keyin bunisi bu yoqqa ketdi. Yaxshi. Все, bo'ldi, olib kel. O'qidim seni o'zi kimligingni. Все. O'zinglarni qiynash yoki vaqtinglarni o'tkazishning foydasi yo'q-da. Yaxshi bir testlar qilib olinglar, o'zinglar anaqa qiladigan insonni suhbat jarayonida kimligini, qanaqaligini, tezligini, ozgina jahlinglar chiqib bir ikkita tun qilib anaqa ham provokatsiya ham qilib qo'yinglar, undan keyin bilasan, aka menga qarang, siz nima deyapsiz deydimi? Bo'ldi, Allohu akbar, tezgina mayli bo'ldi, nimadim bor. Mana shunaqangi nimalar ham bor, sinovlar bor. Пока не поздно, sinab anaqa qilib olish kerak. Ishdan ko'ra kech. Hop, endi jamiyatimizga ozgina yuzlansak. Rosa kalta yelkamiz-da, jamiyatga ko'p tegdik jamiyatga. Ko'p tegmadi. Endi men nima demoqchimanki, bugungi kunda qanaqangi bizda milliy va juda keng tarqalgan psixologik muammo deydimi yo bir stereotip deydimi bilmadim. Qanaqangi muammolar yoki xavflar bor bizda. Siz ko'rayotgan va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan. Misol uchun, to'y problemasi, vesi men ism tanimayki tugamaydi. Ana mana qilibdi, mana qilishim kerak va hokazo va bunga qarshi kurashishadi, haligacha. Eski kinolarni ko'rsangiz, o'sha paytda ham shu tema bo'lgan ekan. Men o'zim to'g'risini aytsam, Ravshan ham biladi. Kino ko'rsam, fantastika umuman ko'rmayman. Klassik, men misol Sovetskiy seriallarni ko'raman. Anaqada mana Showshangdan qochish misol uchun yoki qanaqadir Forrest Gump yoki qanaqadir shunga o'xshagan yoki o'zbek kino bo'lsa o'sha retro nimalarni ko'rishim mumkin. O'shalarni ko'raman, o'sha yerda ham shu problemalarda to'y va anaqa bo'lishi kerak, va bunaqa bo'lishi kerak, короче, mana shunaqa. Va bugungi kunda sizningcha eng aktual muammo nima va nimaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak, nimadan ko'proq qochishimiz kerak, odamlarni ommaviy ravishda zaharlayotgan qanaqadir g'oya yoki fikrlar nimalar? Hozirgi eng yomon narsa bo'layotgan bolalarda telefon o'ynashi bo'lyapti. Asrning eng vabosi. Hatto 6 oylik chaqaloqqa ham berib qo'yib kash ichirishyapti. Hatto kafega kirib o'tirsak ham bola qiy-chuv yig'laydi, o'sha paytda telefonni beradi, og'ziga ovqatni olib boraveradi, bola anaqada ovqatni yeb o'tiribdi. Keyin ovqat bermayaptimi? Bola og'zini ochyapti. O'sha psixika buzildi. Ko'p e'tibor beraman, chunki men juda ham yaxshi ko'raman odamlarni kuzatishni. Bolalar o'sha xohlama psixikasi buzilib, o'sha anaqasi mana Pavlovning itlari bor-a? Butun nima? Ana qo'ng'iroq chalinsa, yugurib so'laga oqadi. Keyin ovqat yo'q bo'lsa ham qo'ng'iroq chalinsa, so'laga oqaveradi. Ovqat bermay, onasi kim bilandir gaplashib turib, ovqat bermay qolsa, boyaga bola og'zini ochib turibdi. Lekin men bu yerdan olmayapti. Tushunasizlarmi? Buni nima qilish mumkin degan hozir hamma aytayapti. Nima qilish mumkin? Bolalarni nima qilish mumkin? Nima qilish mumkin? Ular bilan gaplashish, tabiatga olib chiqish, har xil o'yinlar o'ynash. Ularni chalg'itishda juda ham bir nimalari bor. Mana masalan, oddiy o'yin. Mana bir marta o'yin o'ynab ko'rdim. 3 soat, 4 soat o'ynadim.
qimirlamasdan o'tirib. Mana shu bo'yinlarim qotib, qon bosimim oshib ketdi. Oyoqlarim akishay bo'lib qoldi, lekin o'sha o'yinda o'ynab o'tirdim. Nimaga? Har o'yindan o'tganimda благодарю. Ты молодец, ты умница. Kichkina muvaffaqiyat. Muvaffaqiyatlarni qaranglar. Qarab o'tiribman-da, endi men katta odamman, menga ham yoqib ketyapti-da. Переходим. Nimanidir uddaladingiz. Uddaladim-da. Nimanidir uddaladingiz. Shunaqangi chapaylar, ana tangachalar, anaqamga tushyapti. Chaqir-chaqir qilibdi. Ana ovozni qaranglar. Qanaqa tortyapti-da. Endi tortishni qaranglar. Ovoz bilan tortyapti. Chaqir-chuqur qog'ozlar tushyapti, chapaylar, nimalar otyapti-da. Voy, ты молодец, ты умница, ты endi hozir juda ham ko'p har bir nimaga bosqichdan bosqichga o'tayotganimda mana shunaqa bo'ldi. Nimaga onalar bitta farzandiga bitta marta ты умница, ты молодец yoki bir anaqa поощрение berib yoki boshqa qilmaydi. So'zda yoki bizanikilar pul beradi, pul bering deb yig'laydi yoki men senga morоженое olib beraman. O'sha oldindan uni sotib olyapti-da. Bola, morоженое olib berasizmi, pul berasizmi? Maktabga boraman, pul berasizmi, falon qilasizmi? Poraxo'rlik. Poraxo'rlikka o'rgatilyapti-da. Biz hozir mana o'g'il bolalar juda ham anaqada shirin. 2 yoshgacha bir chiroyli, bir shirin, 3 yoshda ham keyin narsa sindirgan, anaqa qilgan, qattan deysiz bu bola, qattan bunaqa monster bo'lib qoldi deysiz. De? Lekin har bir erkak, har bir yigitning ichida shunaqangi o'zini narkotik bitta gormoni bor. U uni harakatga keltiradi. Futbol o'ynaysizlar, urushasizlar, 4 ta mashina yo'lga chiqsa, bir-biringlardan o'taman deb gonka boshlaysizlar-da. Xohlamagan tarzda bo'lib ketadi. Xohlamagan tarzda. Bu yerda sizlar bir gormon bor-da, bu tushunib bo'lmaydigan gormon bor. Mana shu o'g'il bolalarning, erkaklarning ichida. Mana shuni bilishimiz kerak. Uni to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz kerak-da. Bu takoy bir nima deydi? Narkotikskiy deydi-da, bir g'alaba qozonish, birinchi bo'lish, erishish, ovlash degan shunaqangi sizlarda bir nima bor-da. Ana o'sha narsa sizlarga kuch beradi. Buni bir xillar tushunmaydi. Jim o'tir, baqirma deydi. O'sha paytda o'shanga shunaqangi bir energiyasini yo'naltiradigan, mana shu energiya nima bo'lmasin, lampochkaga ham energiya kelib tarsillab ketadi-yu. Sarf bo'lmasin, to'g'ri joyga borishga. To'g'ri joyga. O'sha narsani, demakki, o'sha energiya nima qilib ketmasin, o'shani chiroyli qilib nimasini kengaytirish kerak. Ana o'sha, demakki, kichkina joyda futbol o'ynayapti, yo baqiryapti, yo kosa sindiryapti, yo qanaqangidir nima qilyaptimi? Demak, kattalashtirish kerak. Mana masalan, qishloqdan kelgan bolalar "Ay!" deb baqiradi. O'rganib qo'ygandek. Keyin mana maktabda o'tirsa siqilaveradi, mana qilaveradi, joniga tegadi. Chunki ular keng joyda o'rganib qo'ygan. Bizanikilar ana 3 xonali kvartirada 10 ta odam o'rganib qo'ygan, u nimasi yaqinroq bo'ladi-da. Mana ko'ryapsizlarmi qanaqa? Mana shu o'tirish joylari ham insonni bir-biriga sig'imi, bir-biri bilan hidini, bir-biriga yaqinligi, gap so'zini, gap yaqinligi ham bilish kerak. Ana jamiyatimizdagi qo'rqinchli narsa shu edi-da. Men o'zim mahallada yosh bo'lganmiz-ku, mahallada uchastkada katta bo'lgan. Futbol o'ynardik, bekamacha o'ynardik, nimadirlar o'ynardik. Men hozir e'tibor beraman, men kechqurun nechida borsam ham, yo bizning Chintegida, yo nariroqda ikkita uchta uy narida hamma o'tirgan telefonda. Kimda Wi-Fi yaxshi ishlasa uyida, o'shani eshigini tagida. Shunaqada bolalar ostdan ham oldingidagi nimalar yo'q-da. Fizik qanaqadir o'yinlar вообще men ko'rmadim-da oxirgi paytda mahallada. Shu yil 2008-yilda topshirdik o'qishga. Singlim 2008. O'sha tengi yana bitta qarindoshim bor. Amakimmi, nevarasi. Ya'ni ikkalasi yosh. Singlim qiz bola, u o'g'il bola. Bor dokument topshirib keldik-ku. Topik. Singlimdan so'raman. Bu Jasur qayerga topshiribdi o'qishga? Bilmayman. Nimaga bilmaysan? Nima ishing bor unga mana? Oma aytdim, qarindoshing, hatto qo'shning, qarindosh, qo'shni, sinfdosh. Nimaga bilmaysan? Nima ishing bor mana? Keyin bo'ldi, u narsalar o'tib ketdi. Bu bilan bor o'sha bir narsani bu yerdagi rasm bermagan ekansan hozir.
anaqa bo'lib turibdi. Xullas qanaqadir bir bilmadim, men yonib ketaman-da, o'sha borganmiz, 4 odam qarab o'tiribdi, bu ham Bizda unaqa bo'lmaganda edi. Yongansizlar. Zashigana bir nima qilish kerak? Hal shu ishimizni bitirib hal qilib ketishimiz kerak. Ular bo'ladi. Anaqa rasmga tushib yubor desam, rasmga tushganda anaqa rasmga tushiraman. Anaqa. Yoki uni to'g'rilab olish kerak. Men bunaqa qildim, unaqa qildim. Keyin bugun ham syomkada, bu syomkadan oldin gaplashib keldim, men shu narsani aytsam, ular sizlar paytlaringizda telefon bo'lmagan, o'sha oladigan energiyangizni kimdandir urishgansan, futbol o'ynagansan, tonish bilishdan olgansan, men bilan gaplashgansan yoki xullas qo'yib boqqansan, nimadirlar bo'lgan kommunikatsiyaga kirgansan. Hozirgilarga unaqa kommunikatsiya yo'q, faqat shu telefon tiqir kommunikatsiya shu telefonning ichida bo'lib turibdi. Shunda shunaqa dedi. Keyin bugun kelishdan keyin yo'lda bera kelishga o'ylab keldim. Rostdan ham shunaqami ekan? Chunki bizlar vaqtimiz nechinchi sinf edik? 8 yoki 7-sinfimizda endi knopkalik telefonlar bilan birovlari kirib kelishni boshladi. Iloncha bordi anaqa. Snake degan. Keyin 9-sinfga o'tganimizdan keyin Ibrohim degan sinfdoshimiz bordi. Unda anaqa nimadir bo'ldi, rasm o'zgarardimi, nimadirlar chiqardi. Keyin sensor Rasm ochardik. Rasm ochardi. Keyin shunaqa bo'lib ketdi. 53:00 tutganman men. Tepaga turiladi. Knopkasi ko'p bo'lardi. Xullas biz o'sha sabab bo'lganmi yoki biz ham sal bir yoshimiz kichkina bo'lganda biz ham balki shunaqa bo'lib ketardik. Ya'ni kommunikatsiya qanaqadir kamda. Nimaga yonmaydi? Biz energiya ham yonmaydi rosa. Imtihon bizada bir kun bo'lardi. Javob bir kun chiqardi, bir kunda hammasi aniq bo'ladi. Yoki qilib qo'ygan, yoki Rossiyaga yoki yana qaytib o'qishga. Yoki umuman bo'ldi. Hozirchi imtihonga nimadirlar topshiriladi. Imtihondan oldin qanaqadir ballar yig'iladi, sifir nimadir yig'iladi. Bir kun imtihon, masalan, menga 15 ga bo'lsa, bunga 17 ga, unga falonchiga imtihonlar tugadi, keyin ballar chiqadi. Keyin o'tgan yilgi ballar bilan statistikalarga nima beramiz? Masalan, 5 ta institutga, Buxoroga, Toshkentga, Xorazmga, Andijonga ballimizga qarab, keyin qaysigadir kiramizda bo'ldi. Shunga yarasha qiymati ham qolmadi o'qishni. Mana qaranglar, hozircha ishga vigarani ketyapti-da, ya'ni ishdan kuyish ketyapti. Bizda ularga nisbatan Yo'q, ularda. Bizni mana shu testosteronlarimizni, ichimizdagi quvvatimizni chiqazganmiz. Energiya obmen bo'lgan. Energiya obmen bo'lgan. Bularda ichki vigarani ketyapti. Gapirmaydi, oxiri portlaydi. Masalan, yoki qiz bolani yoki yigitni turmushga berasiz. Turmushga chiqquncha ham indamaydi. Indamay turmushga chiqadi. Hayron bo'lasiz. Buni ichida nimasi bor? Jim o'tiradi. Keyin bir kun tirs etadi-da, ana undan keyin ko'rasiz. Siz qilgansiz. Lekin biz mana shu ota-onalardan juda ham iltimos qilardim. Farzandlari bilan juda ham ko'p gaplashsin. Agar farzandlari bilan gaplashmasa, hozir dog'da qoladi. Farzandni ichida nima borligini, bular vizualni yuribdi hammasi. Vizualni deydimi? Ikkinchi dunyolarda qatladadir yuribdi. Oddiy savol bersangiz, 2 sekund, 2 minut shu sizga qarab turadi. Tushunmaydi, nima bo'lyapti. Mas oddiy savol berasiz, qiziqishing nima yoki bir anaqa yoki o'sha paytda 4 ta rangni qo'yib, qizil rangni tanlab berchi desangiz ham, ko'p ожиданиеda qolib ketyapti. Ko'p ожиданиеда qolib ketyapti. Kuzataman, jiyanlarda, ukalarda, ana nima ish qilmoqchisan desam, bilmadim. Da. Bo'ldi, bilmadim. Eng legendarniy javob. Nima ishim bor bilmadim. Bir gap bilmadim. Trendda o'sha javob. Hop, bilmadim. Men qiziqmayman. Zo'r trendda gaplar chiqib ketyapti-da hozir. Insonlar bilan mana hozir juda ham yaxshi suhbat qurib o'tiribmiz-da. Yoshlar bilan hozir yoshlar o'zlari bilan ham gaplasha olmayapti. Ozgina gaplashyapti-da, keyin jim o'tirishibdi. Jim o'tirishibdi. Bularda demak ochish kerak. Ota-onalar kuchi yetmayapti. Kuchim yetmayapti. U boshqa fikrlayapti. Qizlarni ayamasdan otalar uryapti, chunki qizlar уже bo'ysunmayapti emas. Ota-onalar buni bo'ysunmayapti deb qabul qilyapti-da. Ular mana bu telefonning ichiga kirib ketib qoldi. O'tdagi voqealar bilan yuribdi. Ota-onalar. Yo'q, qizlar va yigitlar, o'g'il bolalar ko'pchiligi. Men hammasini deb aytayotganim yo'qman. Ko'pchilik, masalan, deylik, mayli 40%, bu ham barib o'sha jamiyat uchun juda ham yomon-da. 40 million aholi.
juda ham yomonki stupiditsa qilib qo'yapti-da. Bunaqa ahvolda bular hech anaqa emas, mashinani tagiga tushib ketishi ham mumkin-da. Hatto ko'p mana yo'lda kelaman, shunchalik anaqamisan deysan-da. Yo'ldan o'tib ketadi telefonda. O'sha paytda ochib sumkadan telefonni olish kerak. Важный odamga-da telefon qilib qolishdi. Men tushunmayman, hayoting. Buni ular o'ylamayapti-da. Uni piyoda men ham ko'p sporlasam-da shu anaqada-da. Mashina texnikada baribir bo'lmaydi. Tormoz ishlamay qolishi mumkin. To'g'ri. Jitis oqib ketib qolishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Вообще qiziq emas-da. Bir xilla bor, siz mamyodan kelyapsiz, spitsalni bu yoqqa qarab o'tadi peshobotda. To'xtab ol, короче. Bir xilla bor, realnida siz aytayotgandek, mana primo chiqib keladi mana shunaqa. Aytadi-ku, sani svetofor urmaydi, sani mashina uradi. Ana nimadir bo'lib qamalar, nimadir bo'lar, lekin sani mana singan joying tuzalmaydi. Yo'q, men nima demoqchiman bolalar? Mana bular уже xayolda emas-da. Xayolda emas. Men buga juda ham ko'p e'tibor beraman. Bir kuni mashinadan tushib o'sha peshxodda o'tirdim. Qo'yib qo'ydim-da mashinani. Nimaga bu-da juda ham qiziqarli. Kelyapti, svetoforga ham qaramayapti. Mana shu telefonda kim bilandir anaqa emotsiya bilan gaplashib kelyapti-da, primo yo'lga chiqdi-da. Bilasizmi? И то yaxshi, bu mashina borligi, yo'qligi, svetofor, peshxod, все, это моя дорога, bu meni qonuniy joyim degandek qilib ham baribir u yoqqa bu yoqqa qarash mumkin. Lekin ko'zi, harakati umuman nol edi emotsiyasi. Tushunasizlarmi? Ha. Umuman bu demoqchimanki, bular уже mana shuni ichiga kirib ketib bo'ldi-da, mana shu bilan hayoti bilan yashayapti. Avval masalan esinglardami, boshlanuvdi какой-то Изаура, Santa-Barbara, hamma o'sha kinolarning ichiga kirib ketdi-da. Jamiyat hozir endi buni qo'rqibroq aytmoqchiman. Qanaqa odamlar bir-biri bilan muloqot qilmasa. Buni aytmay qo'yib deb qo'ysam-da. Ha. Gaplashmasa-da, faqat shu kinoning ichida yoki qanaqangidir boyliklarning ichida psixologlar juda ham bir yaxshi gapni anaqa qilib olishgan. Boy joylarga borsang, boy bo'lasan. Ha, boy odamlar bilan ko'rishsang, 3 ta boy bilan o'tirsang, sen 4-boy bo'lasan. Savol: 3 ta boy seni davrasiga oladimi? Sen masalan oddiy to'yxonaga kirib bording. To'yxonada sen qaysi davrani qaysi stolida o'tiribsan? Joy bor bo'lsa-nga. Ha. Bu men hech kimni kamsitmoqchi emasman. Hech kimni kamsitmoq. Prostachi mishleniyani to'g'ri qilish kerak-da. Sen gaping bilanmi? O'sha 3 ta boy kim? Boy o'z ishini yaxshi qiladigan, so'zini zo'r gapiradigan, odamlarni o'zini orqasidan yetaklab oladigan yoki so'zini o'tkaziladigan, shuncha boyligini taqsimlab boy bo'lib yurgan odam. Sen 4-chi hech narsani bilmaydigan yoki maylin boydursan qanaqadir darajada, lekin sen duxing yetadimi deydimi? Ha? Mana shu 4-chi boy bo'lib, shu kirib, shu davrada o'zini qadriyatini, o'zini qaddini, o'zini hurmatini bilib, mana shu 4-chi boy anaqasini olib keta olaysanmi deydigan narsa bor-da. O'zi u ham ilmda. Misol pulingiz bo'lsa ushab turish ham bitta problema-da. U bir xil hozir kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin pul, misol uchun umuman pul bilan muomala qilmagan yoki katta pul bilan ishlamagan odamga qo'liga madda berib qo'ysangiz juda o'tirib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Juda o'tirib qoladi. Misol uchun bir xillada mana biz ham ishga yotganimizda gaplashamiz. Necha pul oylik olishsan-chi? O'ylanadi, nimadirlar qilib arzimagan pul aytadi. Endi topsa bo'ladigan pul aytadi. Aytmoqchimanki, katta pulga tayyor emas-da. To'g'ri. Qo'liga bor o'sha 3 barobar, 5 barobar qo'ling mal senga desangiz, tamomda o'sha yerda shokda bo'lib qoladi. Shunaqa holat. Ya'ni aytayotgan gapingizga 100% qo'shilaman. Davrasiga olgan taqdirda ham turish ham bir ilmda. U yerda turish ham bir problema, unga ham ilm kerak-da. Aslida boylikni ushlab turib, buni aytganingizdek regulirovka qilish, mablag'ni to'g'ri taqsimlash.
unga ham baribir ilm kerak, baribir yana shunday bor. Bu joyda hozir juda ham kamsitvorlar, nima u boylar tabaqa bo'lib ketdi-yu, o'rtoqlari kambag'al o'rtoqlarini o'rtoqchilikka qo'shadi deganlar ham bo'lishi mumkin-da. Shu o'rinda men yana ham buni kengaytirmoqchiman. Bu yerda nima deyilyapti? 3ta boy bo'lgan joyda 4-chi boy bo'lasan. Yo'q, biz da'vogarlik qilyapmizmi boylikka? Yoshlikdan o'sha pulni o'rgatishimiz kerak. Bolalarimizga 10 so'm beryapmizmi? 10 so'mni kontrol qilishimiz kerak. 10 so'mga bitta nonni olasan, masalan deylik, non 3 so'mmi, 5 so'mmi? Bu 5 so'm qolgan 5 so'mni nima qilyapti bola? Semishga olib, chipa-chips bir narsalar olib kelayotgan bo'lsa, bo'ldi, Allohu akbar. Uni o'rgatish kerak. Bolam, mana shu 5 so'mni olib kelib, mana bu yerga qo'ygan. Ertaga mana shu 5 so'mga yana qo'shsang, mana shuncha pul bo'ladi, biz mana shuncha qilamiz. Yoshlikdan demak bizni savodxonlikka, moliyaviyga o'rgatishimiz kerak. O'shanda u pulni sarflashdi, pulni yig'ishdi va jamg'arishni o'rganadi. Agar pulni 10 million, 1 million dollar yutib olgan kambag'al nima degan? Bo'lmish, men buni ishlatishni bilmayman, men o'zi kambag'alman. Boradi, ichadi, yeydi, ura qiladi, zayoqda qiladi. Allohu akbar. Ha. Ya'niki unda savodi yo'q, unda pul bilan munosabat yo'q. Pul bilan munosabat bu inson bilan munosabat. Pul bilan munosabat har tomonlama munosabatni shakllantirishimiz kerak-da. Buni oilada. Buni o'sha ota-ona o'rgatish kerak. Hozir o'rganadigan payt. Juda kurs sotib olmasin, kitob o'qisin. Kitob 60 ming so'm. Eng qimmat kitob 60 ming so'm. Kurschi 60 ming so'm deb to'g'ri aytdimmi? 6 million. Ana endi mышление 200 ming kitob o'sha boy otam yoki kambag'al otam, boy bo'lish sirlari, pul muomalasi, o'shani o'tib algoritm qilish bitta eng qimmat yengil muqovali o'zbek tiliga o'girilgan har bir kitob 60 ming so'm. Olib uni o'rganib, o'sha qoidalarga, o'sha odatlarga rioya qilish 200 ming so'mga qancha ish qilish mumkin? 200 ming so'mga borib ipodromdan bir anaqa kichkina narsalar olib, taqinchoqlar yoki nimalardir yasab, odam o'zini motorikasini rivojlantirsagina miyasi rivojlanadi. Bu gaplarimiz balkim yoqmas, balkim bizdan boylik formulasini berishimizni kutishar, osongina boy bo'lishni kutishar, lekin unaqa bermaymiz. Nimaga? Chunki u yillar davomida shakllanadi. Chunki u sarob, miraj. O'shandan keyin odam o'ziga nisbatan ishonchi yo'qoladi. O'shandan keyin odamda stress paydo bo'ladi. Bitta ish qila olmadingizmi? Ishonchingiz yo'qoladi-da. Lekin hammaga shu yoqyapti-da, mana qarang. 3 kunda mana bunaqa qilishni o'rganing desa bo'ldi-da, tomonidan hamma o'sha yoqqa boradi-da. Boradi. Misol uchun, biz ham ingliz tili o'quv markazi bilan ishlayotdik yaqinda. Aytamiz-da. 1,5 oy, 1 oyda IELTS mana bunaqa olasan. Olmaydi uni bilamiz biz ham misol uchun-da. Ular ham biladi, o'qituvchilar ham biladi. Lekin o'shanga qiziqyapti-da hamma. Ya'ni shu sehr xohlaydi, oltin baliq bor-ku. 1 oy pars etib 7-8 olsin IELTSdan, ingliz tilidan. Mana suhbatimiz boshida nimaga shunga urg'u berdim? Oltin baliq xohlashadi-da. O'zlari bir oltin baliqni xohlashadi-da, keyin aybdorni qidirishni boshlashadi. Oltin baliqni ham topadi-da, so'raydi, keyin dunyoga hukmronlik qilgisi kelib qoladi-da. Bir paytlar shu zamonlarda odamlarga qarz berishganda jonini evaziga qarz berishgan ekan. Ya'niki ularni srazu tanini sotib olgan ekanda, qarz evaziga sotib olib, o'sha qurilishlarda ishlatib, suyaklarini qurilishlarga ishlatishga rozilik berib qarz olgan ekan. Qarzga nima qilgan? Qarzga o'yin-kulgi qilgan, kiyim sotib olgan, Yashab olganda, lekin qarzni o'zi to'lash kelgan paytida joni bilan to'lagan ekan. Hozir ham xuddi shunaqa bo'lyapti-yu. Hozir ham joni bilan to'layapti. Hozir iligi bilan to'layapti. Hozir stressi bilan to'layapti. Insulti bilan to'layapti. Infarkti bilan to'layapti.
Inson yashash juda ham yaxshi. Tinch yashasangiz, har kuni bitta ish qilsangiz, pulingizni jamg'arib borsangiz, uni har xil narsalarga, kerak bo'ladigan, bo'lmaydigan narsalarga ishlatmasdan o'shani chiroyli qilib olib borsangiz, yetadi-yu. Toshda suv turadi, turpoqda suv turmaydi, singib ketaveradi. Qancha turpoqqa suv quymasak, quyaversak ham. Zo'r gaplar bo'lyapti, Gulxan opa. Endi mana shu psixologlar deymiz-ku, hozir ko'payib ketdi-yu, men psixologman deydigan. Psixologik bitta kitob o'qib, bam chiqishyapti, men psixologman deb. Xorazmdan, Urganchdan ham bizga ko'p chiqishdi. O'zi hali yosh, hali bu gap so'zdan bilinib turibdi, har jihatda o'qimagan, ta'lim olmagan. Aytmoqchimanki, men endi ko'r-ko'rona ergashayotganlar ham yo'q emas-da, ayrimlarga. Har bitta psixolog ham o'zi ruhiy sog'lommi degan savol ham bo'ladi menda misol uchun. Chunki bilib bilmasdan o'rin-noo'rin gapirib qo'yadiganlar ham ko'p baribir. Aytmoqchimanki, hozirgi kunda bu soha, bu yo'nalish bugungi kunda juda trendga chiqqan va xohlaymizmi yo'qmi o'sib kelayotgan qizlar yoki ayollar oilali ergashyapti baribir. U psixolog bo'lmasa yoki bunisiga ergashyapti. Aytmoqchimanki, qanaqa qilib ular filtrlashsin, aslida kimga ergashayotganini qattan bilish kerak va oddiy kuzatuvchi sifatida va bu sohani umuman tushunmagan inson sifatida, misol uchun men qanaqa qilib filtrlashim kerak? 4 ta psixolog bor, men kuzataman misol uchun. Hammasini gapi yoqyapti, lekin qaysi bir to'g'riligini bilmayapman. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Juda ham to'g'ri savol. Bilasizmi, mana aytayotman, bizni aqlimiz eng nima deydi, tanamizdagi eng dangasa joy miyamiz. Ish qilgisi kelmaydi. Biron narsa buyursangiz yoki bir narsani qilish kerak bo'lsa, uyqingiz keladi. Shunaqa. Qilgis kelmaydi, boshingiz og'riydi, davleniya ko'tariladi. Chunki siz o'sha ishni qilib o'rganmagansiz. Bu miyani o'sha joyga yo'naltirgun uchun ancha o'zingizda kuch bo'lishi kerak-da, iroda. Mana yana o'sha gaplarga takrorlaymiz. Agarda bizda o'zimizni boshqarishga iroda bo'lmasa, o'zimiz mana shu gap, uni gapi, ya'niki boyaga bizani chaqirib turibdi, boy qilaman, seni 3 kunda nima deydi, baxtli qilaman, sen shunaqangi lider bo'lasan, sen unaqa bo'lasan deydigan odamlarni gapiga quloq solib, o'sha yoqqa qarab ketib qolib, ichida ozgina samniyasi bo'lib, yo men o'zim ustimda o'zim ishlashim kerak. Qanaqa qilib bu meni tanamni, men o'zim bilib turaman tanamni. Bu meni qanaqa tanamni boshqaradi? Yoki qanaqa qilib u o'sha psixologga ishonib o'zini anaqasini berib qo'yapti. Mas'uliyatni psixologga ag'daryapti. Kim ag'daradi? Butun umr o'zini ishini kimgadir qildirgan. Men buni nima deydi hozir, jertva deydi-yu. Men bu aldadi meni, bunaqa qildi, u yoq qildi, bu yoq qildi, ana yomon, men bu yomon deydiganlar o'shandan najot kutib o'sha yoqqa ketadi. U psixolog ham xuddi folbinday, juda ham yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, meni qarmog'imga ilindi. Balkim unaqangi nimasi ham yo'qdir, lekin fakt, что u o'z niyatiga yetdi. 10 ta odam yig'adimi, 15 ta odam yig'adimi, pulini oladi, men senga o'tdim deydi. Bu seni o'zing yetib kelmadi senga deydi. Tushunasizmi? Endi tanlay olish, psixologni tanlay olish yoki o'sha to'g'ri aytayaptimi, noto'g'ri aytayaptimi? Baribir noto'g'rini tanlaydi. Inson shunaqa. Yoqadigan gap gapiradi. Yoqadigan gap gapiradi. Borib peshonasi urilgandan keyin, o'sha puli yo'qolgandan keyin dodini keyin o'ziga aytaveradi. Esinglardami bir tilla gold qanaqangidir bir nima Ulug'bekmi degan bir psixolog chiqib, mana Samandaram bir haftada $7,000 pul topdim men deb. Da, Esinglardami? Borib, mana keyin chiqib keldi. Men bordim, $40,000 to'ladim. $40,000 to'ladim. Hushimdan ketib qoldim. Nimadir ichirishdi, nimadir qilishdi. Yo'q, $40,000 to'ladim degani sen mana shu $40,000 to'lasang, sen $80,000 ishlaysan degan bitta zo'r joy bor edi. Bu yerda qopqon bor edi. Ya'niki nafsni qopqonga tushiradigan zo'r bularni anaqasi bor edi-da.
Lekin zo'r o'ylangan. Ha, sen 40 ming hozir to'laysan, lekin mana buni o'rganganingdan keyin sen 80 mingga chiqasan. Ko'ryapsizmi? Muddatda 1 yilda emas, 2 yilda emas, shu 40 ming dollarni qancha yilda topgan bo'lishi mumkin. Lekin o'ylayaptiki, "Voy, bu 80 ming topish mumkin ekan-ku." Ana ko'ryapsizmi? Inson o'zini o'zi aldayapti. Ana u yerda filtr yo'q. Bu yerda faqat nafs o'ynayapti. Nafs bo'lgan joyda mana men bu yerda zo'r ovqat pishib tursa-da, men bu yerda non yeysizmi? Men bu ovqatni yegingiz keladi, lop bitib yutib olgingiz keladi. Non yemaysiz, to'g'rimi? Insonni ochko'zligi, ishonuvchanligi, oson erishishi, nafsini buzuqligi, mana shu omillar undagi mana bu setkani, ya'niki filtrni yo'qqa chiqaradi. Umuman filtr yo'q bo'lib qoladi. Inson o'zini ushlay oladigan kuchi bo'lishi kerak. To'xtata oladigan kuchi bo'lishi kerak. To'xtata oladigan kuchi yo'q ekan, butun umr topgan pulini sarflab, u psixologdan bu psixologga borib yuraveradi. Endi har bir psixolog ham to'g'rimi deb, masalan, psixologlarda ko'p shizofreniklarni ko'p ko'rganman. Ko'p o'zini anaqasini nima deydi, gap so'zlarida ham yolg'onchida, borib kimlarnidir bir uylarni ko'rib, "Mana shu meni uyim" yoki "Mana shu meni korxonam" ko'rgansizlar, mana shu ular uyatni bilmaydi. Umuman uyalmaydi. Birovlarni kiyimini kiyib, birovlarni mashinani oldida turib, mashinasida o'tirib ham mamnaqangiga qilib bemalol gapira oladi. Ya'niki boyagi odamda qanaqangi tasavvur paydo bo'ladi. "O, boy. 1 yil kelibdi, mana shundoq bo'pti. Nimaga men qila olmayman?" deydigan anaqa paydo bo'ladi. Ichida qurtlari qimirlab qoladi-da, "Nimaga men shunaqa emasman? Men ham psixolog bo'lsam, mayli 10 ming dollar berib shuni anaqasini sotib olsam, voy, men ham ko'tarilib ketar ekanman-ku" deydi. Yo'q, ko'tarilib ketmaydi. Stress oladi, oddiy tamom bo'ladi, oxiri xonavayron bo'ladi-da. To'g'risini aytaman, sipalab o'tirish yo'q. Agar insonni to'xta krani ishlamasa ekan, ketaveradi oxiri. Keyin boshlanadi. Stradats qildim, men palon qildim, lekin bular 90 ga kirguncha shu hayotda ketadi. Shu hayotda. Norozigarchilik, mana shu, u aybdor, bu aybdor, butun jamiyat, butun xalq, butun ota-ona hammasi keyin qovurdoq bo'lib ketadi oyog'iga. O'shaning uchun avvalambor qattiq gapirgan bo'lsam uzr. Yo'q, yaxshi. Kimgadir nimasiga tegayotgan bo'lsam, buni tuzatasizlar degan umiddaman. Ishonch degan narsa bor, ishonchni suiiste'mol qiladigan odamlar bor. Ishongan odamingizga haqiqiy u ishonchli odammi, o'shani bilish kerak. Ana separatordan o'tish kerak. Avvalambor miyangiz mana 2 kilo go'sht ko'tarib yurmayapti-ku odamlar. 2 kilo go'sht emasdir, miyani ichida sal bo'lsa ham ana burmalari, bir nimalari bordir, bir fikr qiladigani. Hammasi telefonga kirib ketmagandir. To'g'rimi? Yana aytaman, telefon bizni miyamizdan olingan funksiyasi. Bundan o'tirib, qarab, shu miyangizni ishlatsangiz, telefondagi funksiyalar miyamizda. Azizlarim, telefon tutish kerak emas, miyani tutish kerak. O'tda nima qilish, nima chiqarish mumkin? Telefondan foydasi yo'q. O'rinli ishlatsa babki. O'rinli ishlatsa, mana shu telefonni 1000 dollarga olib, har anaqada 1000 dollarlik ish qilsangiz, yana mana hozir men qoyil qolaman. Yosh yigitlar, yosh qizlar juda ham zo'r programmalar mana shu telefonda o'tirib 2 soatda 2000, 3000 dollar topishyapti. Bu ham zo'r nimadan-da. Kasakini bitta gapi bor-da. Biz 60 yil fizический ish qilganmiz-da. O'qiganman, 2 marta o'qidim. Endi biz hozir shunaqangi ish qilishimiz mumkin. 2 soatda biz yillar davomida topgan pulimizni, mablag'imizni topa olishimiz mumkin va ko'paytira olishimiz mumkin-da. Tushunasizmi? Mana shu narsalarni telefondan foydalanish kerak. Uni bekorga vayn ko'rib, "Ha, mana u nima qildi, voy manday dedi" deb uni trendga chiqarib, kimdir gapini affirmatsiya qilish kerak yo'q, to'g'rimi? Telefondan to'g'ri foydalanish kerak. Uni pul maqsadi, daromad maqsadida ishlatish kerak. Eng zo'r nima? Lapatka emas. Xo'p, juda ham zo'r suhbat bo'ldi, Gulxon opa. Tashrif berganingiz uchun yana bir marta minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik vaqt ajratib, biroq iltimos qilganimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun.
Va suhbatimiz so'ngida qanaqadir fikrlar bo'lsa, bizani tomosha qilib turganlarga bir yakuniy sifatida biz o'zi chiroyli bir fikrlar bilan tugatsangiz va shu bilan bugungi navbatdagi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Hammanglarga rahmat. Bizani eshitganinglar uchun, sabr qilganinglar uchun. Lekin hayot harakatdan iborat. Kutishdan emas. Kutish kimnidir kutib umringiz o'tadi. Kimgadir ishonib umringiz o'tadi. Hech kimdan hech narsa kutmang. Harakat qiling. Mana bu tanamizdagi mana shu ko'ynagimiz ham bizniki emas-da. Chiriydi, egnimizdan tushadi. Hayotda bir naqlimiz bor. Bir onang do'st, bir tanang do'st. O'shaning uchun tanimiz sog'lom bo'lishi kerak. Tanimizdagi har bir hujayramiz to'g'ri ishlashi uchun harakatimiz, ilmimiz, bilimimiz, nafasimiz toza bo'lishi kerak. O'shaning uchun faqat harakatda bo'lishimiz kerak. Bir joyga pul sarflashdan oldin biling, u kim, nimaga pul sarflamayman. O'sha har bir narsani hayotingizda o'zingiz maqsadingizni qo'ying, hayotingizni ma'nosini toping, tanangizni toza qiling. Hayotda 4 ta narsa bor-da. Bu tanamiz, ruhiyatimiz, maqsadimiz va ma'nomiz. Hayotda maqsad, ma'no bo'lmasa ekan, tentirab yuraveramiz. Boshvog'ini yo'qotgan. Nima deydi? O'sha narsa deydi. Tushunib oldinglar degan umiddaman. Shunaqa. Juda ajoyib suhbat uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa. Oldingi suhbatlarda to'g'risini aytsam uyqum kelib qolardi. Qanaqadir nimalardir qilib o'tirardim, to'g'risi bu safar. Savol qidirardim. Bu safar ancha qiziq bo'ldi. Ancha nima deydi, yoshlikni esladik, xotiralarni esladik, qanaqadir masalalar. Samimiy suhbat uchun yana bir bor rahmat Gulxan opa. Sog' salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Qanaqadir fikrlar bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta Gulxan opa o'zlari ham o'qiydilar. Va shaxsan uchrashmoqchi bo'lsanglar ham bemalol izohlarda yozsanglar, o'zimiz keyin kontaktlarni beramiz, bemalol ko'rishishlar ham bo'ladi. Rahmat, fikrlar bo'lsa yozinglar va like bosib obuna bo'lishni ham unutmanglar. Keyingi ko'rsatuvlarda xudo xolasa ko'rishguncha